Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz ATL'li birinchi podcast sonini boshlaymiz va bugun o'zimizni studiyamizga Ismoil akamni taklif qilganmiz. Bekorga aynan bularni chaqirganimiz yo'q. Sababi bu odamni juda ham ko'pchilik taniydi. Toshkentda o'zida ham, O'zbekistonda ham biz bularni top IELTS examiner ekspertlar qatorida ko'ramiz. Nimaga deydigan bo'lsak, ancha yillardan beri xuddi shu sohada juda ham ko'p tajribaga ega bo'lganliklari uchun va bugungacha juda ham ko'p o'quvchilarni tayyorlaganliklari uchun masalan, TOEFL bo'ladimi, IELTS bo'ladimi, hammasidan o'zlari tayyorlagan o'quvchilar bor va o'zlarini ham hozirgi IELTSlari balkim 9. Ya'ni 8,5 Xudo xolasa mana shu yil, Xudo xolasa shu oy bularni 9 kutib qolamiz. Va Ismoil aka kelganingiz uchun rahmat. Sizni kelishingizni biz ancha kutdik. Kelishingizni biz o'quvchilarimiz ham ancha kutdi. O'zlari alohida sizga savollar ham yozib berishdi. Aniq bugun Ismoil aka keladigan bo'lsalar, ustozdan savollarni so'rab bering. O'zimiz so'ragani sal nima deydi? Duh bo'ladi-ku, bilasizmi, bir ustozdan sal cho'chishadi. Shuncha o'zi so'rab bering deb iltimos qilishdi. Endi sizni tanimaganlar uchun o'zingizni qisqacha tashlay olasizmi? Xo'p, avvalambor studiyaga chaqirganlar uchun rahmat. Juda ham vaqti bor deysiz, to'g'risi. Mana eshitib ikkim ekan u dedim. Men ismim Ismoil. Shu 4 yildan oshiq muddatda ingliz tilini o'qitib kelyapman, IELTS va o'sha boshqa imtihonlarga tayyorlab o'quvchilarni. O'zim Farg'ona shahridan men asli, shu Toshkentda o'quv markazida, xususiy maktabda ishlaymiz va asosiy karyeram shu. O'sha orada Janubiy Koreyada Inha universitetida o'qiyapman. Tushunarli. Biz bekorga sizni bugunga chaqirganimiz yo'q. Xudo xolasa bugun 1 soat vaqtingizni olamiz. Bugun siz bilan nimalarni gaplashamiz? Bugun siz bilan O'zbekistondagi va Koreyadagi, Dubaydagi o'qitish sistemasini farqlarini va mana bu ustoz qanaqa bo'lish kerak degan savolga javob topishimiz kerak bo'ladi. Va hozirgi kundagi IELTS ga aloqador bo'lgan internetda mana bu keng tarqalgan propagandalar haqida gaplashamiz. Va eng asosiysi o'quvchilardan alohida sizni o'zingizga bir related bo'lgan savollarni beramiz. Bu xudo xolisa oxirida bo'ladi. Va bitta narsa, hozirgi kundagi AI texnologiyani ingliz tiliga qilayotgan ta'sir haqida gaplashamiz, xudo xolisa. Faqat undan oldin keling o'z haqingizda mana masalan nimaga aynan o'qituvchilik, ya'ni nimaga o'qituvchi bo'lishni tanlagansiz? Ko'p so'rashadi shuni. Men to'g'risi qanaqadir o'qituvchilik o'zimga osonroq tuyuladi. Ya'ni oson ish qidirish emas bu yerda. Men o'zi oilamizda ham o'qituvchilar ko'p, shuning uchun ustoz bo'lish qanaqadir yoshlikdan teachers training uchun tayyor bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni teachers training, hozir traininglar ko'payib ketgan, siz xalqaro ekspert qilib beramiz, bir narsalar bir oyda ekspert bo'lib qolar ekansiz. Bir oyda. Endi aytaman-da. Shu bu birinchi sababi. Undan tashqari o'zim ham qanaqadir qiziqqanman, ustozlarim ko'p havas qilganman, o'zimni qaysidir ma'noda o'zim ustozga o'zim aylantirishga to'g'ri kelgan, chunki filolog emasman yoki yo'nalishim emas. Shunchaki shu IELTS sohasida o'quvchilarga yordam berib kelyapsiz deyman. Lekin instruktor desak bo'ladi, lekin prям haqiqiy teacher mani definitionimda o'zim buni deb hisoblamayman. Lekin ish eng asosiysi o'zimga yoqadi. Ya'ni o'zingiz bundan zavqlanasiz dars berganingizda. Даже если o'zimning soham injener aslida. System engineering. Va kelajakdagi planlar qanaqa? Shu teachingga ketmoqchimisiz yoki o'zingizni shu engineeringda karyerangizni davom ettirmoqchimisiz? Endi hozir kelajak nima deydi, juda ham bir narsani plan qilishga juda ham g'alati bo'lib qolgan, unpredictable bo'lib qolgan. Nima bo'ladi bu yoqda, AI kelyapti bu yoqdan. Lekin katta ehtimol bilan shu o'quvchilarga yordam berib, ta'lim sohasida faoliyat olib borish iloji boricha. Tushunarli. Inshaalloh. Va biz hozirgi kunda qiynayotgan juda ham katta savol bor. Bu nafaqat menga, ya'ni adashmasam, butun O'zbekistonda keng tarqalgan savol bo'lsa kerak. Ya'ni Ismoil aka ingliz tilini o'rgangani o'zi rostdan qancha vaqt ketadi degan savolni hammamiz eshitganmiz. Va hozirgi kunda agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'quvchi ham, uni ota-onasi ham, kerak bo'lsa ko'p o'qituvchilar ham hammamiz hamma narsani vaqti bilan o'lchaydigan bo'lib qo'yamiz-da. Mana masalan, nimaga sababi hamma narsa tez bo'lib ketayotganligi uchunmi yoki biz vaqtimizni endi shunchalik qadrlashni boshlaganimiz uchunmi? To'satdan hamma beginnerni necha oyda tugataman, IELTS'ni necha oyda olaman, 8,5-9 olish uchun necha oy o'qishim kerak deb savol berishni boshlab qoldi. Lekin ularning mana bu yoqdagi maqsadi, motivi o'zgarib qoldi. Ya'ni endi men nimani o'rganishim kerak emasdi, qanchada o'rganaman bo'lib qoldi-da. Menda tushunishim bo'yicha shunaqa bo'lib ketib qoldi. Ya'ni o'zi rostdan bitta level tugatgan. Qancha vaqt kerak?
Endi ko'rdik, research qilib, o'quv markazida boshqalari endi mana standart bo'lgan vaqt bu 3 oy ekan. Biz bilishimiz bo'yicha. Lekin nimaga 3 oy? Ya'ni nimaga biz vaqt bilan bitta o'quvchini chegaralayapmiz yoki vaqt shunchalik bizga muhimmi? Shu haqida nima deysiz? Menimcha bu yerda o'quv markazlari roli katta. Ya'ni bu marketing jihatdan biz eng tez o'qitib beramiz degan narsa ularga ko'proq foyda olib kelgani uchun buni qaysidir ma'noda auditoriyaga va aynan ota-onalarga buni singdirildi. Aha. Ya'ni sizni bolangiz tez o'qiydi degan narsa. Menimcha buni juda bir yomon demayman. Shoshilgan, bu yaxshi, tezroq o'rgangan yaxshi. Muhimi effektivni, sifatli o'rgansa. Endi qancha ketadi degan savolga o'quvchiga bog'liq, bu nechinchi tilligiga bog'liq. Ingliz tilini o'quvchi qanchada o'rganadi? Nechinchi tilligiga bog'liq. Nechinchi tilligi, ya'ni ona tili nimaligiga birinchisi, biznikini o'zbek tili deb olaylik yoki rus tili. Masalan, boshlang'ich darajalarda rus tili bo'lsa, effektivroq, tezroq o'rganadi, chunki grammatik jihatdan so'zlarni porядкasi tushadi. O'zbek tiliga masalan koreys tili tushadi. Ya'ni qaysidir tilga qaysidir mos keladi. Baribir Yevropada bo'lgani uchun rus tili mos keladi. Bu birinchisi. Endi tasavvur qilaylik, rus tilini bilmaydigan, o'zbek tilini o'qiyotgan, faqat o'zbek tilini bilgan bola bir 8-sinf atrofida ingliz tilini o'rganishga qaror qildi. Qancha vaqt ketadi? O'zini eplab olishiga meni fikrim 1 yil ketadi. Porядкali o'qisa, tartib bilan to'xtovsiz o'qisa, agar 2 yillarda bemalol xohlagan IELTS natijasini yoki universitet va boshqa akademik maqsadlarda ingliz tilini o'rgana oladi deb o'ylayman. Buni tezlashtirsa bo'ladi, sekinlashtirsa bo'ladi, lekin baribir haqiqatan o'zidan bir narsa chiqib, narsalar yaxshi yozib, bemalol bizda suhbat qilish uchun menimcha 2 yil bu minimum. 5-6 yil bo'lsa ham, menimcha uni ziyoni yo'q. Va mana shu 2 yil davomida yoki 1 yil davomida qancha vaqt ajratish kerak? Mana masalan, bir kunda 1 soatdan vaqt ajratsa ham 1 yilda tugatadimi yoki 1 yilda 4 soatdan vaqt ajratadigan bo'lsa ham har kuni 1 yilda tugatadimi? Demak, bu study habitlarga o'tib ketyapti. Qanaqa strategiyada o'qiganda 1 yilda tugatadi. O'zi til o'rganish bu bunaqa, o'zi til bu aniq fan emas-da, bu matematika yoki ximiya emas. Shuning uchun bunda ozgina o'quvchini kundalik odatlariga ko'proq bog'liq. Umuman dars qilmasdan, faqat video ko'rib, faqat buni analiz qilib, chet davlatda ingliz tili ona tili bo'lgan davlatda yashayotgan o'quvchi misol tezroq o'rganadi, dars qilmasdan. Demak, buni muhitiga bog'liq. Bizda o'zbek tilida, ya'ni O'zbekistondagi muhit ingliz muhit emas. O'zbekistonda bu o'zbek muhit va tabiiy shuna bo'lishi kerak. U bola o'zini onlayn o'sha profilini ingliz tiliga to'ldiradi. Ya'ni sun'iy muhit yasaydi u. Sun'iy o'sha davlatda yasaydi ingliz rillarini, algoritmlarini shunga to'g'rilaydi. Agar o'zini kundalik, misol bolalar odatda o'rtacha kundalik ekran oldida o'tkazayotgan vaqti 8 soat ekan. Bir kunda statistikada 8 soat ekan. Ekran oldida. Ya'ni buni qanchadir qismini yoki deyarli to'lig'ini ingliz tilida o'sha ishini qilsa, bu endi o'sha intermediate yoki o'rtacha darajadan keyin menimcha juda ham tez o'rganadi. Agar ingliz tili unda faqat o'quv markazidagi o'sha 90 minut dars, 1 soat uyga vazifasi bo'lsa, juda ham sekin bo'ladi, to'g'risi. Ya'ni bu asosan bu vaqt va bir nisbiy narsa-ku, to'g'rimi? Har bir odam uchun har xil o'tadi, to'g'rimi? Ya'ni kitob o'qib o'tirgan odam uchun sekinroq bo'lishi mumkin, reels ko'rib o'tirgan odam uchun tezroq bo'lishi mumkin. Demak, mana muhit ko'p narsani hal qiladi. Men reellarga oqlamayman, to'g'risi, chunki u diqqatini kamaytiradi, til o'rganishda xotira juda muhim. Bir xilga o'quvchilar tezroq o'rganishi to'g'risi xotira yaxshiligi va xotira bu o'sha muscle deymiz, bu qancha bosim bersa shuncha oshadi. Iloji bo'lsa birov telefon nomeri aytsa ham to'xtayni yozib olay demasdan bir urinib ko'rish kerak, risk qilib. Keyin shuni bitta to'liqroq tushuntirib bersangiz-da, nimaga hozir shu reelslar, mana bu kichkina videolar o'quvchilarni xotirasiga negativ ta'sir qilyapti? Asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Gen Z deymiz-ku. Juda ham bir hozir bitta o'quvchilar emas, umuman bu ota-onasini ham boshqasi hamma shoshilib qolgan. Hamma 1 minutlik, hamma bir 30 sekundlik reklamaga o'rganib qolgan. Hozir biz podkastimizni ham shortlarni ko'radi-da. To'liq emas. Yo'q. Sabri chidamaydi. Ya, chidamaydi. Men o'zim ham oxirgi marta kino ko'rganimni eslolmayman. Qisqa narsalarga o'rganib qoldik-da. Buni nazorat qilish kerak. To'xtatish qiyin, nazorat qilish kerak. Buni Yevropa parlamentga o'xshab 16 yoshdan kichkinasi taqiqlab, to'g'ri, taqiqlagan narsa tezroq avj oladi. Buni to'xtatish qiyin. Bu odamni o'sha dopamin bilan o'ynashadi, buni to'xtatish qiyin, buni moslashtirish kerak. Men iloji bo'lsa, shu short ko'rsam, shortlarimni o'zimga moslashtirishga harakat qilaman. Baribir kitob o'qish kerak. O'qituvchilar ham
bunga moslashtiryapti darslarini qanaqadir. Siz mana shuni qilsangiz deb boshlanyapti-da darslar. Oldin E'tibor bugun oldin bugungi mavzuyimiz mana bunaqa, ertaga mana bunaqa. Endi iloji yo'q moslashishga to'g'ri kelyapti. Chunki bolalarga hali taxlab, o'zgartirib unaqa emas. Moslashganga bola intilib ketaveradi. Shunday. Va shu yaqinda bitta men bu kitobda ko'rganimda, masalan, hozirgi century, hozirgi asrdagi avlodlarga yozilgan kitob ekanda. O'sha ko'rganimizda shu bizni fokus haqida gapirilgandi. Nimaga biz fokusimizni yo'qotib boryapmiz kundan kunga va buni baribir asosiy omili mana bu yoqdagi shortsani tushuntirilgan. Nimaga desa, mana bu miyamizga har 30 sekundda yangi informatsiya berar ekanligi uchun haligi miya addicted bo'lib qoladi-da, farqlolmay qoladi. Masalan, so'z yodlasak ham har 5-10 sekundda yangi so'z ko'rsatamiz-ku, to'g'rimi miyaga? Miya buni, "Voy, bu so'z emas, bu reels" farqiga bormaydi-da, reels delete qilib yuborganda miyadan tozalab yuborar ekan. Shu taraflari bor ekan. Undan keyin bitta narsani shu kunlarda o'zim ham ko'rdim. Biz zerikmay qo'ydik, bilgan bo'lsangiz. Masalan, oldi yoshlarda o'tirardi edi, svet o'chib qolsa, televizorda yo narmaniy narsa yo'q bo'ladigan bo'lsa, telefon yo'qda, просто tak o'tirasiz. Nimadir o'ylab, xayol qilib, mana kreativityni rivojlantirar ekanda, mana shu zerikish ham nimadir o'ylab o'tirasiz-ku baribir, to'g'rimi? Lekin hozir odam menimcha zerikmay qo'ydi. Demak, o'quvchilar zerikmay qo'ydi. Shuning uchun ham nimadir o'rgatsanglar, voy ishlatganligini yoki mana bu task to essay yozamiz, mana bunaqa fikrlasang bo'ladi-ku, desak, ularga o'sha fikr yetib kelish uchun ancha tushuntirish kerak bo'lib qoladi. Nimaga deydigan bo'lsak, zerikmayapmiz. Va shunga bitta eksperiment qilib ko'rdik. Yangi yilda hammaga dam berilganda bitta guruhni olib qoldimda, 1 soat xonaga qamadim hammasini. O'zimdan boshida o'tirdim, telefonlarini hammasini yig'ib oldim. Qo'liga daftari bilan ruchkasi bo'ldi. Men monitorda 1 soat timer qo'yib qo'ydim. Bo'ldi. Hech kimga gapirmaydi dedim. 1 soat o'tirdi o'sha tugaguncha. Va tasavvur qiling nima bo'lganda, birinchi 20 minut o'zida hamma shunaqangi qimirlab, tipirchilab haligi o'zini bosa olmay qoldi. Xuddi nimadir bo'yayotganday ichida. Lekin o'sha yarim soatdan keyin giyohvandek. Xuddi shunaqa giyohvandek. Haligi kimdir qo'li qaltirab, oyoqlarini mana qilib haligi xumori tutib qoldi. Telefonga, boshqa narsaga kimdir chiqib ketaman dedi. Yo'q dedim, o'tirasan dedim. Keyin nima bo'ldi? O'sha 20 minut o'tgandan keyin sekin o'quvchilar moslashyapti. Mana miyasiga reset beryapti, sovros beryapti. Inson huquqlari buzibsiz-da. Unday emas. Qo'liga varo bilan ruchka bergan bor, nimadirlarni chizib o'tiribdi. Buni qara, buni aylanib ko'rib turman, kim nima chizyapti. Kimdir masalan uy chizib o'tiribdi, kimdir mana bu ma'no yo'q bo'lsa ham nima miyasi ishlatyapti-da. Va 1 soat tugadi ham so'radim o'quvchilar. Nima bo'ldi? Qalay bo'ldi desam, dam oldik deb aytdi. Mana tinch bo'lib qoldi hammasi. Shoshilish yo'q. Ana o'shandan keyin qiyin mavzu o'tdim-da. 1 soat o'tkazib qo'ygandan keyin o'quvchi shunaqangi zo'r qabul qildi o'shani. O'zim ham hayron qoldim. Voy, ko'rdingmi? Bo'ldi, men yig'ishtiring Instagramni. Sal odam unda o'tirishi ham kerak, buni o'zi bilan o'zi bo'lib, undan mana bu prioritetlarni o'ylabdi. Endi bunga chuqur kirsak alohida mavzu, lekin sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsam, demak shu. Odamni atrof muhiti uni o'rganishiga ta'sir qilar ekan. To'g'rimi? Ya'ni u o'zi atrof muhitiga e'tiborli bo'lish kerak ekan, nimalar ko'ryapti, nimalar eshityapti. Ha, shunday. Endi yana bitta narsa so'ramoqchi edim. Endi men O'zbekistonda yashaymiz hammamiz va bizning vatandoshlarimiz ko'p ham mana shu davlatdagi ta'lim tizimida o'rganib kelyapti. Ingliz tili bo'ladimi, tabiiy fanlar bo'ladimi. Mana masalan, o'zingiz Koreyada ham o'qigansiz, ham dars bergansiz, u yerdagi sistemani ko'rgansiz, to'g'rimi? Va u tizim bilan bizdagi tizimni nima farqi bor? Va keyin men o'zim Dubaydagi tizim ko'rganim uchun keyin shu 3 ta tizimni bir-biriga solishtiramiz. Va o'quvchilarga eng effektivniy bo'lgan, ularga eng yaxshi natija beradigan tizimni ularga aytamizda, ularga shu maslahatlarni bersangiz, ya'ni shularni qiladigan bo'lsangiz, yaxshiroq ta'sir qiladi. Yoki Koreya oldinda yoki orqada, sababi mana bunaqa deb. Til o'rganish, ingliz tili maxsus. Til o'rganish bo'yicha. Umumiy ta'lim emas. Ha, ingliz tili bo'yicha. Ingliz tili. Demak, Koreyada ingliz tilini qanaqa o'qitishadi? Koreyada ingliz tilini juda ham rasmiy yo'llar bilan, juda ham ishonchli materiallardan o'qitishadi o'quv markazlarida va o'quv markazi darajasiga ham bog'liq. Top o'quv markazlarida o'sha Cambridge'da o'zidan har bitta o'quvchiga sotib olinadi. Xonaga kirsangiz, kichkina xolodilnikka o'xshagan narsada planshetlar turadi, o'quvchilar oladi, ishlatadi, yana joyiga qo'yib qo'yadi. O'qituvchida ham ekran bor, hamma narsa texnologiyani yaxshi ishlatilgan. Endi bu alohida tema-yu texnologiyaligi. Endi qaysi biri effektivniroq O'zbekistonga solishtiramiz, Koreya o'z yo'liga. Menimcha til o'rganishga kelganda O'zbekistonda o'quv markazlar
Koreyaga nisbatan effektivniroq o'rgatadi deyman. Men ko'rgan o'quv markazlariga nisbatan Koreyadan ko'ra. O'zbekistonda. O'zbekiston. Yaxshiroq Koreyada. Ingliz tili o'qitish O'zbekistonda yaxshiroq. Ingliz tili bo'yicha yaxshiroq. Ingliz tili. Chunki nisbatan solishtirsak, to'g'ri koreyslarda gapiradigan ko'p. Endi ular anchadan beri o'sha Amerikan ta'sirida bo'lgani uchun to'g'ri. O'zining tarixi bor, boshqasi bor. Lekin O'zbekistonda bu til bilimi bo'yicha tarixi ham bor demak o'sha Ipak yo'lining o'rtasida bo'lgani uchun har xil tillar ko'p aylangan. O'rtacha odam ikkita til bilgan. Eskidan. Shuning uchun til o'rganish masalasida ingliz tili yaqinda boshlangan bo'lsa ham oldinroqda deb o'ylayman. Bizda O'zbekistonda. Bizda tezroq o'rganiladi shuning uchun. Tarixiy sabablar ko'p. O'rtadagi davlat bu. U yarim orol, dunyodan uzilgan. Aksariyat qismida tarixda nima deydi? Isolated. Shuning uchun bu madaniyatiga ham o'sha inglizlarda o'zi ham Yevropada bo'lsa ham nisbatan o'sha faqat o'zini tili deydi. Yaponlar bular orolda, bular island nation deydi-ku. Shuning uchun bular boshqa til o'rganishga kelganda juda zo'r bo'lmaydi. Amerikaliklar ham shu. Ikki tarafdan okean, Amerikaliklar o'zi ham juda ham tilga nisbatan anaqa emas. Zo'r bilavermaydi. Endi til o'rganish bizda yaxshiroq. Aynan til masalasiga kelsak, koreyslardan ko'ra. Nimaga? Ularda yaxshi o'qituvchilar yo'qmi yoki pedagoglar yo'qmi? Xo'p, menimcha talab yo'q. Talab yo'q. Talab yo'q. Ingliz tili kimga kerak rivojlanayotgan davlatlarda? O'sha koreys pasportlari kuchli bo'lgani uchun, kerak bo'lsa Amerikanikidan kuchli bo'lgani uchun ularda ingliz tilini o'rganish qanaqadir eshiklarni ochmaydi. Eshiklar o'zi ochiq. Keling shuni bitta alohida to'p qilamizda. Masalan, savolda IELTS o'zi kimlar uchun va qaysi davlat fuqarolari uchun kerak? IELTS asosan rivojlanayotgan yoki rivojlanishda endi boshlagan davlatlarda ommalashadi. Qachonki o'quvchilar chet elda ta'lim olib, o'sha yaxshiroq muhitda o'qishni plan qilgan bo'lsa. Demak, sifatliroq ta'lim olmoqchi bo'lsa. Top universitetlar qayerda? Hammasi Amerikada yoki Angliyada. Xo'p, o'sha Cambridge, Oxford, Harvard hammasi qaysi tilda o'qitadi? Ingliz tili. Hammasini mahalliy tili, ingliz tili. Shuning uchun demak bular rivojlanmagan yoki ona tili ingliz tili bo'lmagan davlatlardan IELTS so'raydi. Ya'ni visa purposes. O'zbekistonda ham o'sha ko'pchilik chet elda ta'lim olmoqchiligi uchun international language testing system. International English language testing system. O'sha shifrovkasiga ham mos xalqaro bir ta'lim akademik IELTS ta'lim muhitini ochib beradi. General IELTS ya'ni ishga ochib beradi. Shuning uchun bu asosan rivojlanayotgan davlatlarda ommalashadi. O'sha Pokistonda, Hindistonda katta ekspertlar qarasangiz, lekin rivojlanib bo'lgan Yevropada yoki o'sha G'arbda uncha ommalashmaydi. Shuna demak, agar davlat rivojlangan bo'lsa, o'sha ingliz tiliga sertifikatlarga bo'lgan talab sekin-sekin kamayar. O'zi English community'dagi davlatlarda o'sha oldingi koloniyalarda, Kanada, New Zealand ularda shart emas. Chunki o'zi ular ona tili ingliz tili, o'zlarida bitta union qurib olganda ta'lim bo'yicha ham. Ta'limda ham ularda monopoliya bor-da. Chunki ularda vaqt bo'lgan shunga. Siyosiy muhit shuni to'g'rilab bergan. O'rtada kimdir kelib ustidan boshqarmagan ularni. Shuning uchun Angliyada deylik-a. Shuning uchun ular butun dunyodagi bilimlarni o'rtaga yig'ib, o'zimizdagi bilimlarni ham tarjima qilib, o'rtada vaqt bo'lgan. O'zlariga eng mos keladiganini. Bu dominant tilga aylangan. Shuning uchun biz qachonlardir arab tili bo'lgan. Hamma o'sha o'zimiz bilgan Ibn Sinolar ham arab tilida ijod qilgan. U payt hamma arab tilini bilsa, o'sha arab tiliga o'sha tarjima qilingan edi. Grek adabiyotlar, hind adabiyotlar o'rtada tarjima qilingan edi. O'sha Bag'dodda. Endi hozirgi xuddi shu researchlar hammasi Cambridge'da turadi. Harvardda turadi. Ingliz tili bo'lib ketdi endi trend. Lekin xuddi o'sha informatsiya. Balki qachondir bu o'sha kelajakda bilmadim endi buni AI qilsa kerak bu ishlarda. Kim o'zga tili shunaqa bo'lib ketar. Balki tushunyapsiz, bu o'rtada bitta vosita kerak-da. Har xil joydagi olimni bitta joyda o'tirib gaplashish uchun. Nimaga Koreyada ingliz tiliga bo'lgan talab kam? Faqat Koreya rivojlangani uchunmi yoki boshqa bir sabablar ham bor? Birinchisi o'sha orol, yarim orol bo'lgani uchun. Ikkinchisi o'zi ham rivojlangani uchun. Va koreyslarda millatchilik tushunchasi ham kuchliligi. Ya'ni ular tashqaridan kelayotgan informatsiyaga daji to'g'ri, nima deydi, juda ham Amerikaga bog'langan davlat u, lekin tashqaridan kelgan ideyaga baribir xushyor qaraydi. O'zini madaniyatini olib chiqishga, yoyishga ko'proq harakat qilgan davlat. Ya'ni agar bitta davlat o'zini
tiliga emasdi, boshqa bir chet tiliga urg'u beradigan bo'lsa, o'zini fuqarolarning orasida bu o'zini mana bu madaniyatiga qanaqadir negativ ta'sir qilishi mumkinmi? Mumkin agar misol Koreyadaqa davlat qilsa, lekin bizda emas. Chunki bizda o'zi shundoq ham ochiq, ya'ni xohlagan madaniyat kirib chiqib ketavergan, odamlar o'zi tushungan, har xil odam ko'p. O'sha odamlar fikrlash sal nima deydi? Bu narsani to'g'ri qabul qiladi. Ochiq fikr. Ochiq. U yerda yopiq fikrlaydi. To'g'ri, ochiqqa o'xshaydi. Tub-tubi yopiq baribir. Ya'ni misol uchun IELTSda universitetga kirish imtihonlari, Sunang degan testlari bor bularda. Ali samolyot ham uchmay turadi. Voy, qanaqa dedingiz? Sunang. Sunang. Qanaqa aytilishi shunaqa edi. Kao Xitoyda, Sunang Koreyada. Eskidan bo'lgan tizim bu. Bizni DTM. DTMga o'xshagan. Va ular shu testda kerak bo'lsa o'sha eshitganmiz, politsiya xodimlari o'quvchilarni olib borib qo'yadi kech qolmasligi uchun, chunki kech qolish bu yerda samolyotlar uchmay turadi, shovqin bo'lmasligi uchun listening paytida. Bu o'shaning ingliz tili qismi bor. Men ochib ko'rmadim hali, lekin eshitganim juda qiyin. Men misol uchun ingliz tilini shuncha payt vaqtimni o'tkazgan bo'lsam ham, menimcha juda ham qiyin tuyulsa kerak va uni sertifikatlar bilan qoplamaysiz bizdaqa. IELTS bo'lsa ham topshirasizmi o'sha test? TOEFL bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham. Chunki u testdan maqsad siz ingliz tilini bilishingiz test qilish emas. Juda ham ko'p aholining orasidan odamlarni filtrlab olish. O'sha Skyga birinchisi, to'g'rimi? Seoul National, Korea University mashularga filtrlab olish, Yonsei bor va u universitetlarda eng katta maqsadi kadr yetkazib berish Samsung, LG, Hyundai mashularga. Demak, ular baribir o'sha imtihon topshirgandan keyin maqsad boshqacha, tizim umuman boshqada. Demak, sertifikat shuning uchun ham ularga kerak emas ekan. Kerak emas-da, chunki u mana bizda DTMda IELTS o'tmaganda hozirgidaqa bo'lamiz. Yo'q, hech kim dars topshirmagan bo'lardi menimcha agar IELTS o'tmaganda. Endi nima deb o'ylaysiz? Nimaga DTM buni qonuniy ravishda bunga urg'u bergan va o'zini tizimi, ya'ni multilevelni ham chiqargan. Ya'ni o'ziga raqobat bo'lyapti-ku. O'zingiz nima deysiz shunga? Xo'p. Menimcha mana bu flexible bo'lmoqchimikan yoki o'sha IELTSga ham o'rgan bo'lganligi uchun narx bilan hozir misol uchun multilevel 500 mingga menimcha juda ham effektiv tizim. Juda ham effektiv test olsa bo'ladi, juda ham talablari og'ir emas. To'g'ri, har xil gaplar bor, lekin shaffof o'tkazyapti testni. Kerak bo'lsa IELTS shali unaqa nima deydi, ortiqcha liklar, rumorlar bo'lgan yo'q. Endi korrupsiya bari bo'ladi hamma testda, lekin menimcha multilevel o'zini darajasida shu O'zbekistonda zo'r olib ketyapti til tizimini va u bitta ingliz tili emas. Hamma til bor u yerda. Rus tili bor, milliy sertifikatda. Turk tili bor, arab tili bor. Fanlar bor bu yoqda. Demak, o'sha raqobat qilyapti IELTS bilan. O'zbekistonda ichki muhitda. Lekin IELTS nimaga obro'li? Bu IELTS xalqaro-ku. Ya'ni organizatsiyalar ishlanadi unga. Balkim qachondir multilevel ham xalqaro statusda tan olishar. Ya'ni o'sha sekin-sekin chet el universitetlari ham ishonch bildirar u narsaga. IELTS shaffof o'tkazgani uchun ishonch bildirishadi. Demak, bu o'rtada bular testlar ushlab turgan narsa ishonch va universitetlarda talablar. Agar universitetlar bularni olib qo'ysa, mana IELTS ham qo'rqadi shu narsadan, olib qo'ysa, ular sekin cho'kib ketadi. Bilasizmi, ko'pchilik O'zbekistonda sifr bilan multilevelni farqiga borishmaydi-da. Bilasizmi, ya'ni multilevel bu O'zbekistonning o'zini, bu ichki imtihoni, ya'ni o'quvchilarni ingliz tilini qanchalik bilishini tekshiradigan. Lekin o'sha multilevel qayerdan tekshiradi desa, bu sifr tizimi orqali tekshiradi-da. Ya'ni sifr bu tizim bo'ladigan bo'lsa, multilevel bu test. Lekin o'quvchilar nima deydi? Men sifr topshirdim. Sifrda imtihon ham bor edi, adashmasam, shuning uchun oldin bor edi, u xalqaro lekin. Mana Yevropaniki adashmasam. Common European Framework. Yana qolgan harflari esimda yo'q. Oxirgi sistem narsalar bo'lsa kerak. 1 milliondan sal oshiq edi oldin, multileveldan oldin topshirilgan. Bu o'sha European tilda darajasini o'lchash tizimi, bu bitta ingliz tili uchun emas. Boshqa tillarda ham shunaqa o'lchaydi. Multilevelda test tizimi va formati o'xshagani uchun multilevel qanaqadir General IELTS ga ham o'xshaydi, IELTS ga ham o'xshaydi. Qanaqadir o'rtada to'plangan. Mana shunaqa bir tizim. Shuning uchun u testda o'zi ham bor adashmasam, bilmadim qaysi tashkilot o'tkazadi uni, lekin sifr deyish qanaqadir o'quvchilarga qulay bo'lib qolgan, lekin mana shu sifr degan yozuvni multilevelga kirganda qidirganman. Yo'q, u yerda multilevel deb yozilgan. National System of Language Foreign narsa assessment da hozir esimda yo'q qanaqa aytilishi. Shunaqa deydi, kirsangiz DTM deb pechati turadi. Gerblar bilan ko'rsangiz.
Demak, uni bu boshqa tashkilot, biznes jihatdan, lekin o'quvchilar tushunishi uchun bu test. Keyin Ismoil aka, qachondir shu o'zimiz topshirayotgan Safer multi-level sertifikati ham xalqaro jihatdan mana bu tan olishi mumkinmi yoki hozirgi kunning o'zida qaysi davlatlar tan oladi Safer? Multi-level. Ha, multi-level. Menimcha faqat O'zbekistonning ichidagi universitetlar. Ha. Milliy universitetlar. Xalqarolar emas. Mana adashmasam, mana Westminsterlar litseyiga o'tadi-yu, menimcha universitetiga u sertifikat kerak. Demak, bilmadim qachon xalqaro statusga chiqadi, lekin ingliz tili testi bo'yicha xalqaro statusga chiqishi ozgina qiyin menimcha, chunki bizda ingliz tili ona tilimiz bo'lmagani uchun, ya'ni bu va umuman tarixiy jihatdan ham qanaqadir ingliz tili bir ingliz tiliga unaqa talab bo'lmagan. Shuning uchun endi hali O'rta Osiyodagi bitta davlatda chiqqan tizimda dunyo tan olishi sal qiyin. Asosan o'sha bizda o'sha UK da, to'g'rimi? Angliya, Buyuk Britaniya, Amerika, Kanada, New Zealand mana shu ingliz tili ona tili bo'lgan davlatlar yoki boshqacha aytganda eski koloniyalarda chiqqan tizimlarga ko'proq ishonadi, chunki har holda ularning ona tili. Ya'ni biz ona tilimiz bo'lmagani uchun bir boshqa tilga cho'tki tizim yasab berish sal qiyin. Ona tilimiz o'ziniki bo'lib tarqalishi mumkin, misol uchun O'rta Osiyoning o'zida. O'zbek tili bo'lib. Ha, misol uchun koreys tilini olyapsiz, topikini. Kichkina davlatniki, Koreyadan boshqa joyda qizig'i yo'q. Demak, u xalqaro statusga chiqdimi topik? Qaysidir ma'noda rivojlangan davlatlar orasida ham topik o'zining obro'si bor. Topik olyapti odamlar. Uyamja bir zo'r test emas. Men topshirmaganman, lekin bilaman-da. Shunda savol kelib chiqadi-da, shu mana Koreyadagilar o'ziga topik sertifikatini o'tkazish uchun ataylabda ularda mana bu IELTS topshirtirmasmikan? Yoki ularda qanaqadir strategiya bormi-ki, o'zini tilini ommaga tarqatish uchun? Yo'q, bitta til emas, Koreyada o'zini madaniyatini tarqatishga harakat qiladi. Shuning uchun biz Koreyan ta'lim tizimini yoki o'qitish ingliz tili tizimini to'liq ko'chira olmaymiz deyman. Chunki ularda aytganimdek, o'quvchilar boshqa maqsadda o'rganadi ingliz tilini. Aksari prosta gapirish uchun o'rganadi. 3-4 yil beradi o'ziga vaqt. Bog'chalardan, xususiy nimalarga berib, lekin bizdaqa o'quv markazi davay bo'lib, sistema, sertifikat ol, unaqa narsalar yo'q, chunki biz SAT yosiga ham o'taveradi College Board'niki. Cambridgedan o'sha IELTS yosiga ham o'tib ketaveradi universitetlarga, ichkariga ham, tashqariga ham. Ularda unaqa chetlarga borib o'qish degan narsa asosan Amerika, Yevropa va o'zini pasporti yaxshi bo'lgani uchun ta'lim uchun o'rganib qo'yadi-yu, lekin grantlar, boshqa narsalarga kelganda fanlarga ko'proq e'tibor beradi ular. O'sha matematika, boshqa fanlarga. Shuning uchun ularda unaqa qattiq talab yo'q. Demak, ular tizimini shunday ko'chirib ola olmaymiz va haqiqatan karslar o'zini madaniyatini ham qattiq nima qilgani uchun o'ta ham yopilib qolgan. Tushunarli. Даже mana shunaqa tizimlarni ham tan olmaydi. Endi o'zlari biladi bitta qanaqa nima bo'layotganini, lekin bizga effektivniy metod bo'lsa, bizda hozir mana O'zbekistonda ta'lim tizimida yaxshi tarafga ketishda eng birinchi belgisi xalqaro bilim tashkilotlari, mana British Council. Rossiyada taqiqlangan. Ukrainada urush boshlangandan keyin. Yana boshqa narsalar hammasi ochiq. Ta'lim bemalol. Mana biz yoshligimizda, mana 5-6 sinfligimda, demak 2015-yillarda IELTS Qozog'istonda edi. O'zbekistonda yo'qmi? Bilmayman. Men ustozim ham Qozog'iston topshirgan. To'g'risi. Men o'zim Qozog'istonda ham topshirib ko'rdim. Koreyaning o'zida ham IELTS topshirib ko'rganman. Endi farq qilmaydi IELTS, chunki o'zining shaffofligini saqlash kerak. Mana shu bo'yicha bitta savol bor-da, ya'ni bu o'quvchilardan ham so'rashga. Ular o'ylashadi-da, agar biz IELTSni topshirayotgan joyimizga qarab, har xil balo olamiz deb. Qozog'istonga ko'p qo'yadi degan. Ha, ba'zilar aytadi-da, Qozog'istondagilar ko'p qo'yadi yoki Dubaydagilar ko'p qo'yadi. O'zi rostdan ham IELTS topshirayotgan davlatingiz siz oladigan natijaga ta'sir qiladimi? Bu test o'tkazib beradigan ikkita tashkilot bor, to'g'rimi? IDP bor, Britaniyaning konsuli bor. Qaysi birligiga alohida to'xtalamiz, to'g'rimi? O'quvchilarning talabiga qarab. Chunki bu juda ham ko'pchilik so'rayapti. Endi qayerda topshirish? Men Seulda topshirganman. Computer IELTS Britaniya konsuli bilan va Shimkentda Britaniya konsuli bilan topshirganman va balda farq sezmaganman hech qanaqasiga. Bitta faktor bor, asosan speakingda inglizlar oladi, lekin zoom bo'lgan. Nima bir xil. Deyarli bir xil, chunki ularda talab kamligi uchun, misol 4 ta native speaker speakingda o'tkazib ketiladi. Bizda talab ko'pligi uchun juda ham
katta ekzamenlarni soni katta, shuning uchun har xil ekzamenlarga tushib qolishingiz mumkin. Bu qanchalik ta'sir qiladi desangiz yarim ball. Yarim ball pastroq yo balandroq chiqishi mumkin, lekin yarim ball speakingda o'zi. Faqat speaking. Общий emas. Bu birinchisi, ikkinchisi chet elda topshirmoqchi bo'lsangiz ITP bilan nisbatan qiyin. Mana men shaxsan to'lovini o'tkazolmaganman. Faqat British Council bilan to'lov o'tkazilganman. Chunki viza kartani oladi. Chet elda baland qo'yadimi desa, yo'q. Ingliz tilini yaxshi bilayotgan odam sezmaydi, to'g'risi. Misol men Sibir oldimmi, bu yerda u Koreyami, Xitoymi, bu joyda menimcha Sibir olib ketaveradi. Demak, topshirayotgan joyi unaqa ahamiyati yo'q. Asosiysi baribir. Yo'q, menimcha men orada bir loyiha qilmoqchi edim. Har xil davlatlarda topshirib ko'rish. Tojikistonda 2900 turadi. Shimkentda men topshirgan arzonida hozir bir xil bo'lib qoldi. Chunki ular valyutani nima qildi? O'zi IELTS qimmatladi e'tibor bergan bo'lsangiz. Valyuta o'zgarganiga poundda hisoblanadi. Poundda turibdi-yu, dollarda g'alati chiqyapti. Har xil davlatlarda topshirib ko'rmoqchi edim. Qattiq qanot chiqar ekan. Hozircha mana 3 ta davlatda topshirdim. Eng ko'p O'zbekistonda, 2 ta tashqarida. Hozircha sezganim yo'q. Farq hozircha bir xil. Yo'q, u narxda farq bor edi. Endi u ham yo'q. Demak, conclusion qiladigan bo'lsak, Koreyadagi ta'lim sistemasi bilan O'zbekistondagi ta'lim sistemasida hozir asosan ingliz tili bo'yicha, til o'rganish bo'yicha biz demak sal ulardan oldinroq ekanmiz. Nimaga? Buning sababi biz endi rivojlanayotgan davlat bo'lganimiz uchun. E'tibor katta, talab katta. Bu meni subyektiv fikrim, o'zim analizimdan. Ya'ni bu mantiqa to'g'ri fikrga o'xshab tuyulyapti. Nimaga sababi? Tasavvur qiling, Koreyadagilar hop IELTS olib nima qiladi? Usiz ham ketaveradi Amerikaga. O'shada pasporti Amerikanikidan kuchli bo'lsa kuchlidir, kam joyi yo'q ekan. To'g'ri? Mana bu dunyo reyting jihatida. Xo'p, endi keling xuddi shu narsani mana bu Dubayniki bilan solishtirib ko'ramizda. Undan keyin ularni bir-birini orasida eng oladigan joylarini olib, hozirgi kunda o'quvchiga foyda beradigan eng yaxshisini ularga maslahat beramiz. Mana masalan, men o'zim u yerda masalan 3 yil yurgan bo'lsam, o'sha 3 yilimni почти 1,5 yil, 2 yili shu Arabic Education Institute'da o'tgan. Ya'ni u yerdagi o'quv markaz, katta o'quv markaz 3 tami 4 ta birinchi bor shu Dubay. O'zi Dubay kichkina joy. Lekin shu 3 tami birinchi ochishga qurbi yetganda va u yerda aytish kerak bo'lgan ikkita jihati bor. Ya'ni meni rostdan qoyil qoldirgan. Birinchisi u yerdagi odamlarning madaniyati va fikrlashi. Mana masalan, u yerda men nima ish qilganman? Ham admin pozitsiyasida ishlardim, keyin support bo'lib ishlardim. Endi u yerda ingliz tilini biladigan odamga ingliz tili o'rgatiladi yoki ingliz tilida sal dabdalaroq bo'lganga o'zim sohasiga kerakli bo'lgan grammar va business englishlar bor-ku, anaqa narsani o'rgatishadi. Xo'p, endi bordimda bizga klientlar telefon qiladi yoki o'zim qilaman, gaplashaman, aytaman, shunaqa kurslarimiz bor, narxi anchadan deyman. Ular narxini kelishadi boshida, kelish bo'lgandan keyin so'raydi. Ana, men bitta levelni qanchada tugataman deb so'ramaydi yoki 3 oyda 9 olamanmi deb savol bermaydi. Ulardan eshitgan asosiy savolim, men shu beginner levelda qancha mavzu o'rganaman, qancha so'z o'rganaman va beginnerni tugatganimdan keyin men nimalarga erishaman? Qaysi gaplarni ayta olaman? O'zim qanchalik fikrimni izohlay olaman degan gaplar bo'ladi. Ya'ni biznikilarga o'xshab qanchada tugataman emasda, men shu 1 oy sizlarda o'qiydigan bo'lsam, 1 oyda qanaqa natijaga erishaman deydi. Qarang, bir tarafda vaqt, bir tarafda natija. Balkim shunchun ham ular tez rivojlanayotgandir. Balkim bu ham sabab bo'lishi mumkin. Endi ikkinchi aytishim kerak bo'lgan narsa bu o'qituvchilarning metodikasi. Ya'ni u yerdagi darslar qanaqa bo'lgan? Mana masalan solishtiraman-da, o'tgan yili O'zbekistonga kelgan bo'lsam, 3 ta 4 o'quv markazida ishlardim va u yerda ishlayapman, ko'ryapmiz, har safar, har kuni yangi bir grammar, yangi bir grammar, yangi bir grammar. O'quvchi nimagasiga dopamin beryapmiz har kun. Mana bugun sen shu grammar o'rganding, endi sen yuqoriroq bo'lding deb. O'quvchi uchun yangi grammar bilish leveli ko'tarilganligini isbotlaydigan narsa bo'lib qoldi. U grammar ishlatish emas, prosta tak bilish. Masalan, bo'ldi, 12 ta zamonni tugatdimi? Bo'ldi, endi men yaxshiroqman deb o'ylaydi. Birortasini ham ishlata olmasa ham. Shunaqa mana bu mindsetda fikrlash o'zgarib ketib qo'yapti-da. Men special. Shuning uchun biz u yoqda u narsani umuman olib tashlashdik. Ularda grammar o'tsa qanaqa o'tadi? U yoqda mana bu grammar soni emasda, u qanchalik speaking qila olishi, u qanchalik gaplarni bir-biriga bog'lay olishi, uni levelini ko'rsatadi. Masalan, leveldan levelga ig'izim bo'lgani ham grammardan bo'lmaydi-da. Savol beradi, speaking savol beradi, lekin o'sha speaking savol u o'tgan grammarga connected bo'ladi, ulangan bo'ladi. O'tgan zamonni o'tgan bo'lsa, kecha nima qilding deydi. Gapirib bera olasa, demak mavzuni shunga. Demak, men ko'rganimda nima bo'lgan, bir safar darsga kirib o'tirganman-da, o'qituvchi mana aytgan, demak, sen bilan o'tgan safar tubini o'tdik. Mana bugun Xavxazga o'tdik.
ikkita gap va ikkita grammarni o'rganding. Xo'p, o'tgan safar senga 30 ta so'z berdim. Bugun mana yana 30 ta yo'lladim. Общий 60 ta so'z yo'lladim. Endi bugun seni gapirtiraman. Bo'ldi, grammarni to'xtatasan. Endi seni gapirtiraman. Shu ikkita grammar o'zidan sen ancha-muncha gap tutsang bo'ladi. Shuni o'rganib bo'lganingdan keyin yana grammar o'taman. Lekin 3 tasini bitta qilib gapirasan. Keyin 4 tasini bitta qilib gapirasandir. O'quvchiga 10 ta grammar o'tib qo'ysangiz ham, u bulbuldek sayrab ketardi-da. Tasavvur qiling. U hali bir bola grammarini bilmaydi, lekin gapiradi o'quvchi. Ya'ni metodikada ham ancha gap bor ekanda. U qanaqa qilib gapirtirgan? So'raganman, qanaqa qilib ikkita grammardan gapirsa bo'ladi? Axir bu unreal-ku desam, o'qituvchini o'zi o'sha o'quvchini gapirtirib oldimni ko'rsatib berganda, va senga hozir gap, endi o'zini tilida aytib turaman, sen ingliz tiliga tarjima qilasan degan. Va shu to be bilan have-has-gotdan foydalangan. Ya'ni biz bilamiz, to be'ni faqat informatsiya berish uchun have-has-gotni kimdirda nimadir borligini izohlashga ishlatamiz. Va aytyapti, tarjima qil, mana kichkina singlim bor. O'quvchi aytyapti, I have got a little sister. Hop, tarjima qil. U juda ham yoqimtoy. She is very beautiful. Ish harakat emas. Hali ham to be. She is very beautiful. Endi tushuntir, nimaga u chiroyli? Sababi uni ko'zlari ko'k va sochlari mana bu nima shiny. Nima deydi? Yaltirab turadi. U o'quvchi aytadi, because she has got blue eyes and shiny hair. Hali ham qiyin grammarga o'tgan yo'qda, hali ham have-has got bilan to be orasida yuribdi. Qarang, agar biz shu grammarni bir-biriga bog'latib o'tsak-da o'quvchilarga, o'zi biz bitta levelda, mana bu 3 oy o'tsak ham, 3 oydagi o'quvchi mana bu gigant bo'lib chiqadi-da, foundationi bor-ku. O'zi bemalol 1 oyda ham gapira oladigan, ertaga IELTS ga chiqqanda ham comparative present simple da xato qilmaydigan o'quvchi bo'ladi. Ya'ni lol qoldirgan narsa shu bo'lgan. Mana teacher metodikasi o'quvchini xohishlariga mos kelgan bo'lganda, speaking kerakmi? Gapir. Mana masalan, tasavvur qiling. Shu narsani agar biz O'zbekistonda ham tadbiq qila oladigan bo'lsak, menimcha o'quvchilar juda ham yaxshi natija bo'lgan bo'lardi. Endi shu 3 xil farq ekan O'zbekistondagi, Koreyadagi va Dubaydagi. Dubayda lekin IELTS ga talab katta. Talab bor. Katta. Ha, talab bo'lganda ham katta va qimmat. Dubayda 1200 dirham, 1300 dirham IELTS topshirish. Bu bizning pulda pashi 4 million bo'lib ketadi. Ya'ni talab kuchliligini. Endi nimaga? Sababi u yoqda ish beruvchilar ko'p. Dubayda ishlayman desangiz ish ko'p. Xalqaro muhitdir. Xuddi shunaqa. Ya'ni men aytgandek uzilib qolgan emas. Aha. Xalqaro muhit bor. O'sha ta'limni ham detalni aytdingiz. Men unaqa detalni aytmadim Koreyada qanaqaligiga, chunki asosan TOEFL nima qilganmiz. Bitta sabab, qiziq faktor. Aha. Dubayda ustozlar inglizmi? Native'lar ham bor, lekin ko'proq o'quvchilar native'lardan o'rganadi. Ya'ni siz IELTS 8.5 9 bo'lsa ham, bitta native va IELTS yo'q bo'lsa ham, bundoq qaraydi-da, voy native'da o'qiy qolaman dedi. Va har safar telefonda gaplashganimda har bitta o'quvchi so'rardi, o'qituvchi kim? Necha yildan beri ishlaydi? Nativemi yo'qmi degan savolni hamma o'quvchi bergan. Rus tili bo'ladigan bo'lsa, undan ham native xohlashganda va o'sha o'quv markazli o'sha native'larga oldirganda IELTS. Sen olgan IELTS'ni ko'proq o'quvchi beramiz. Senga sababi bizda talab shunaqa, bizdagilar native'dan o'rganmoqchilar. Nimaga? Sababi o'zi juda ham ko'p Dubaydagi aholini migrantlar. Ya'ni ular o'zi ingliz tilini o'rganyapti-da. Endi ular kimdan bir rostakam Americandan, rostakam native'dan o'rganishni xohlaydi-da. Va buning imkoni bor. O'zbekistonga o'xshab bizda native topish qiyin, lekin Dubayda tiqilib yotibdi. O'zi qaysi bir effektiv deysiz? Native'danmi yo? To'xtang, ikkita savol bor. Yaxshi savol. Birinchisi. Xo'p. Ingliz tilini kim yaxshiroq o'qitadi? Ingliz bo'lgan odammi yoki ingliz tili ikkinchi tili bo'lgan odammi? Bunga endi ikki xil javob bersa bo'ladi. Kimni yaxshiroq o'rganaman, sifatliroq o'rganaman, kim meni tezroq tayyorlay oladi, mana bu qiynamasdan, qanaqadir kelajakdagi qilishim mumkin bo'lgan xatolarni menga oldindan aytib bera oladi degan savol bo'ladigan bo'lsa, bu ingliz tili ikkinchi tili bo'lgan odam, o'qituvchi. Demak, native'dan ko'ra ingliz tili ikkinchi tili bo'lgan odam, yana bitta ingliz tili ikkinchi tili, uchinchi tili bo'lgan odamga yaxshiroq yetkazib beriladi. To'g'ri. Va buni o'zining sabablari bor. Sababi, mana masalan, ingliz tili men ikkinchi tilim bo'lganligi uchun men o'zim bilaman, shu tilni o'rganganim uchun qancha xatolar qilganimni,
qancha mehnat qilgansiz. Siz o'sha yo'ldan yurgansiz, tug'ilib bo'lib qolmagan. Ha, ya'ni men o'zimni o'sha o'quvchini o'rniga qo'ya olmayman-da. Lekin u odam bo'ladigan bo'lsa, aslida present simple o'rgatib qo'yiladi, o'quvchi mana bu as esini tashlab ketish mumkinligini bilmasligi mumkin. Nimaga sababi biz kerak bo'lsa o'zimiz ham o'sha xatoni qilganmiz, lekin o'quvchi hali sveji, bundan xato qilmagan. Shunaqa joylarda mana bu tajriba baribir ikkinchi tili bo'lgan o'qituvchi tarafda bo'ladi menimcha. Endi nimaga ko'pchilik baribir native'larni xohlaydi? Native kim xohlaydi? O'sha levelini ko'tarmoqchi bo'lgan o'quvchilar xohlaydi. Ya'ni leveli hozir B2 da turibdi, lekin C1 ga ko'tarmoqchi bo'lgan o'quvchilar. Oxirroqda o'sha haqiqatan. Ayniqsa speakingga menimcha o'sha fikringizga qo'shilaman. Ingliz tili ona tili bo'lmagan odamlar, yo bitta ingliz tili emas, til ona tili bo'lmagan odamlar yaxshiroq o'qitadi. Bu biz ona tilimiz emasligi uchun aytmayapman. Men karis tili ham o'qib ko'rganman. Juda zo'r tushunmaganman. Tushunyapsizmi? U zo'r tushuntiradi. Ya'ni uni javoblari to'g'ri, menga mos emas. Tushunyapsizmi? Moslashtirib bera olmaydi. Meni tilimda ekvivalentini topib bera olmaydi uni. TESOL talab qiladi, chet elda ishlasangiz. Teaching English o'sha non-native'larga o'qitish. Ingliz tilida o'qitasiz, right? Menimcha, hozir Dubayda effektivniroq deyapsiz-da, to'g'rimi? O'zbekistonda yo'q markazlarda. Ha, shunaqa. Men Koreyada effektivni deb o'ylamayman. Bitta sababi menimcha Koreyada ingliz tili ustoz bo'lish uchun native bo'lish kerak. Ha, shunaqa. Men qanaqa qilib ishlaganman? Men ishlayotgan odam Amerikaga ketgan. Ya'ni u ta'til deydi. Men uniga substitute edim. Ha. Ya'ni uni to'ldirib turadigan ustoz edim va uzoq muddat shunaqa bo'lib turganman. Misol uchun har xil. Bittasida 6 oy, bittasida 2 oy kelganda men ketishim kerak edi, o'quvchilar o'rganib qolgan bo'lsa ham. Nimaga? Buni faktori asosiysi pasport. Ya'ni Koreyada ustoz bo'lish uchun o'sha South Africa, Janubiy Afrika, Angliya, Kanada, Amerika va o'sha Yangi Zelandiya mana shulardan bo'lishi kerak ustozlar. Va talab mana shu davlatlardan yetarli. O'zlari talabini pedagogmi, u injenermi qizig'i yo'q. Nimadir bakalavr diplomi va u mana shu sohada tajribasi ham uncha qiziq emas va ularga uy rentiga yordam beradi, hamma narsasini qilib beradi va o'rtacha 1 soati $15 dan $30 atrofida edi. Mana misol men bitta skulda ishlasam, shu 15,000 won olganman. O'rtacha boshlanish 15,000 won. Men misol ko'cha oddiy ishlar 10,000 won bo'lsa, ya'ni 10,000 won degani $8 atrofida. Dollarda ayting, markazlar $14 dan boshlaydi bitta soatiga. 28-30 gacha chiqadi. Lekin uzoq tura olmaysiz. Ya'ni darslar 4 soat bo'ladi. Bo'lsa bir kunda $100 shuncha pul ko'rsangiz-da, lekin bu nima deydi? Native'larga to'lanadi. Ya'ni inglizlarda o'zi unaqa katta topmaydi, lekin menimcha faqat ingliz bo'lgani uchun bu qanaqadir ularga status beradi. Katta advance beradi. Pasporti. Ya'ni o'zi ingliz bo'lishi ham shart emas, pasport. Buni noto'g'ri tushunmaslik kerak deyman, chunki ota-ona $30 to'layotgandan keyin ingliz kutadi. Eng yaxshisi kutadi baribir. $30 ga har holda. 1 soatiga u boladan qancha oladi hali? Bilmayman. Demak, o'zingiz nima deysiz qarang. Ingliz tilini o'qitishda o'sha native bo'lish qanaqadir ustunlik beradi? Menimcha bersa kerak. No, albatta beradi. Nimaga beradi? Sababi siz tasavvur qiling, siz bilib tug'ilgan tilda kimdir 2 yil vaqtini sarflab o'rganadi. Siz o'sha hozirgi turishingizda yo undan ancha tepada bo'lasiz. Endi agar siz experience olishni boshlasangiz, bu degani sizni ko'tarilish ehtimolingiz qolganiga qaraganda 2-3 barobar tez bo'ladi. Lekin o'sha bitta no tarafi noldan o'qita olmaysiz. Noldan o'qita olmaysiz. Noldan ham o'qitish mumkin, lekin juda ham qiyin. Men ham shu o'rtacha darajalarda o'qitardim yoki 0 bo'lsa koreys tilida o'rtacha darajada tushunardim nima bo'layotganini. Balkim shuning uchun Koreyada aynan native bo'lish kerak degan kriteriya u yoqda ushlab turgandir. Balkim. Mana qarang, koreys tili Koreyada ingliz tili o'qitishda eng shans kam odam koreys o'zi. Ya'ni ular ingliz tilini o'qitmaydi. Yo'q, o'qitiladi, markazda ishga olmaydi. Zo'r bilsa. Ko'rinishi koreysga o'xshasa bo'ldi. Voy. Ya'ni bu yerda dark tarafi bor. Yo, discrimination emas bu. O ota-onani kutuvi shunaqa. Ota-ona o'sha Englanddan blond odam kutadi, sariq odam kutadi o'sha yerda o'tirgan. Endi ikkinchi chans katta odam chet elliklar. Siz, ya'ni koreysga o'xshamagan odamlar. Chunki u yerda rasmga qarab ishga olish shunaqa bir madaniyat shakllangan. Demak, o'zlariniki oxirroqda turar ekan. Yo, ingliz tiliga kelganda.
Eng tepada amerikaliklar, ya'ni inglizlarni o'zi yoki o'sha nima deydi, bitta race qanaqadir rol o'ynayaptimi desangiz, yo'q, o'sha ingliz degandagi imij qanaqa shakllangani. Aha. Ingliz deganda qanaqa odam tasavvur qilasiz? IT guy desak, Ochkida o'tirgan. Mana shuning uchun bu yerda hech qanday discrimination emas, ya'ni ota-onalarda talabi shunaqa, markazlar shunga rioya qilishga harakat qiladi. Menga ham to'g'ri tushuntirishgan. Ya'ni sani pasporting mana shunaqa bo'lgani uchun bu yerda to'liq full time ololmaymiz. Mana shunaqa deb tushuntirgan, nimaga aytsam juda katta pul olamiz. Lekin arzonroq joylarda nasib bo'ladi. ketaveradi, ha. Balki shu narsa Koreyani oldiga siljishga to'xtatayotgandi. Balki odam karis tilini, ingliz tilini o'rganib, o'sha karisga moslatib o'qitish kerakdir. Balkim o'shuning uchun Dubayda nativelardan tashqari ustozlar ham ko'proqligi balkim oldiga chiqqandir va O'zbekiston shuning uchun ham tez ketayotgandir. Nativelar kerak. Speakingga zo'r, prezentatsiyalar o'tib beradi. Mana o'quv markazlarida ham ko'rganmiz. Lekin bilsangiz, haqiqatan fundamentalni noldan olib sertifikatgacha olib chiqib bergan native ustozni ko'rmaganman. To'g'ri. Bular olib chiqa olmaydi ham-da, sababi bular olib chiqish uchun birinchi navbatda bizni mentalitetni tushunish kerak. Bizni madaniyatni ko'p faktor bor-da. Bizni qilishimiz mumkin bo'lgan xatolarni tushunish kerak-da. Endi masalan, nimaga mana o'sha Dubayda bunga talab yana ko'p dedim. O'sha aytganimdek, birinchidan siz aytgan sabab, ya'ni o'qituvchilar, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, shu ingliz tilidan keyin ular nimaga erishaman degan savolga javob ko'p. Bitta narsa to'g'rilab ketay. Bitta nativelar yomon o'qitadigan emas. Native bo'lgani uchun o'qitayotgan ustozlar ko'p, faqat ingliz bo'lgani uchun, hali Angliyadagi qaysidir bitta joyda yashagani uchun. Asl pedagoglar zo'r rostdan. Asl ingliz va yo'nalishi ham filologiya. O'zini ona tili. Ular zo'r. Ular dahshat. Rostdan. Va asosan IELTS examinerlar shuna bo'ladi odatda. CELTA certified, CELTA, Delta certified bo'ladi. Lekin chet eldagi muhitda bunaqalar kam. Oddiy o'quv markazlarida yurmaydi ular. Ular akademik sal kattaroq muhitda yuradi-da. Ya'ni bizda ham ona tilini o'qitadigan o'qituvchilar kam-ku. To'g'ri? O'zbekistonda ham zo'rlari kam-da, lekin to'g'ri. Ya'ni Amerikada ham ingliz bo'lib turib, ingliz tilini o'qitgan qiziqishmas. Ha, shunaqa. Shuning uchun chet elda, mana bunaqa Koreya, ana chegara davlatlar, Dubay bo'ladimi? Endi arzonroq nimalari Vyetnam, Filippinlar bo'ladi. Mana Tailand, mana shulardan ko'p talab ham tushadi. Mana o'zimizda o'zbek bo'lib, o'sha ingliz ustoz bo'lib yurganlar bilaman. Onlayn shularni kompaniyalar bilan ish qilganmiz. Xitoy bilan ko'p ish qilsa bo'ladi. Bu yerda asosan o'sha native'larda ham filolog bo'lmaganlari ko'pincha boradi. Shuning uchun top leveldagilar juda qimmat maktablarda bo'ladi. O'sha topdagilar mesela Koreyada, Yaponiyada bo'ladi. Shuning uchun ya'ni native bo'ldi degani bu zo'r ustoz degani emas. Ustoz bo'lsa demak zo'r ustoz. Keyin endi shu joyda bitta savol beramiz. Bitta narsaga o'xshaydi ekan. Demak, ingliz tilini o'rganib, IELTS olgandan keyin o'quvchi O'zbekistonda nimaga erishadi, Koreyada nimaga erishadi, Dubayda nimaga erishadi. Mana menimcha savol bu ham katta ta'sir qiladi. Katta ta'sir qiladi. Masalan, O'zbekistonda nimaga erishish mumkin? Hop, to'g'ri, birinchi navbatda o'qishga kiradi. Endi birinchi fan bo'lsa 93 ball beradi-yu, yoki chet elga o'qishga topshirsa bo'ladi, IELTS bo'ladigan bo'lsa. Yoki O'zbekiston endi rivojlanyapti, qanaqadir logistika kompaniyalarida ishlasa bo'ladi. Endi bu ikkinchisi. Lekin 50 keladi, sababi bunda boshqa narsalar ham bo'lishi kerak. Endi Dubayda bo'ladigan bo'lsa, u o'qishga kirish uchun IELTS unaqa muhim emas. Ha, yo'q. Ha. Ular IELTS yo'q bo'lsa ham gapira olasangiz oladi. Gapirsangiz tushunsangiz bo'ladi. Kirish osonroq. Ha. O'qishga kirish oson. Lekin bitta joyi, siz ingliz tilini bilsangiz, ishga kirishingizga garantiya bor. Shu tarafi. Bu talab arablarga ham shunaqami? O'zlar ishlaydimi? Endi men ko'rmaganman. Kelishadi. Rus tilini o'rgangani kelishardi. Emirati deydi-ku, o'sha o'zlariga. Ular prosta keladi, ko'rib 1 soat o'qituvchi bilan gaplashib, kulishib ketadi. Bo'ldi. Birorta ishlagan joyimni ko'rmaganman. Mana mehnat qilib, davay ishla deganim. Ular u yerda qanaqa, mana immigrantlar keladi, ular ingliz tilini yaxshilamoqchi. Nimaga? Sabab biladi. Agar yaxshiroq gapirsam, ko'proq pul topaman degan mentalitet bor. Va bu to'g'ri bo'ladi. Sababi nimaga? U yoqda har qanaqa brendni filialini topsangiz bo'ladi. Dubayda. Mana bu bizda Toshkent City Mall bor-ku, ularda unaqa mollar tiqilib yotibdi-da. Va har bittasida juda ham ko'p brendlar bor. U brendlardagi kiyimlar, produktlar qimmat, shuning uchun oilada ham qimmat. Va ularga ishchi kerak. To'g'ri? Mahalliy. Ya'ni mahalliy immigrant. Yaxshi gapirib chiqishi oladigan, undan ham ularga mahalliydan ham ko'ra boshqa davlatdagi bo'lsa yaxshiroq. Nimaga sababi? Mana bu tasavvur turistsizda, keldi ko'p. Undan ham nima desa bo'ladi. Tim bo'lib bizni mana bu millatdan bo'lgan
odamlarga salesga ko'proq ishga olishadi. Ha, ruslar ham ko'p ruslar bu bilan chiqishga keta olamiz. Ha. Brother, let's go inglizini bilmasa ham o'tkazib sotaveradi. Shuning uchun ko'proq mana shu O'rta Osiyodan bo'lgan odamlar o'rganib, inglizini yaxshilab o'shada ish topib ketadi. Va shu savolga javob bo'lgani uchun talab kuchli. Shuning uchun ham balkim O'zbekistonda ham talab kuchlidir. Lekin Koreyada masalan siz aytganingizdek Boshqa faktorlar. Ha, boshqa faktorlar o'zi o'rganib o'qituvchi bo'la olmasa, o'qishga kirish uchun ham IELTS kerak bo'lmasa, Yordam beradi, lekin bizdagi darajada emas. ha, endi shuning uchun agar men ham koreys bo'lganimda o'qimagan bo'lardim. O'rniga Yoki o'zingiz uchun bilib qo'yasiz. IT ni o'qirdim, mana masalan ular o'rnida bo'lsam, engineering boshqasini o'qirdim, doktor bo'lardim-da, ular menga yordam bergan. Shunaqa. Ha, demak, aniq sistemalarni ko'rib oling va o'quvchiga endi mana masalan O'zbekistondagi tizimga qanaqa sortirovka qilib o'quvchiga bir plan bersa bo'ladi. Masalan, Koreyada ularda muhit to'g'irlash kerak edi deylik. To'g'rimi? Ularda nima qilish kerakligini o'zlari biladi. To'g'ri. Biz o'zimiznikini. Ya'ni biz ulardan sal oldinroqdamiz deysiz, to'g'rimi? Til o'rganishdan. Ha, til o'rganish. Bunaqa Dubayda nima olsa bo'ladi, aytganini ularning metodikasini olsa bo'ladi. Ustozlarga. Ustozlarga bir-biriga baribir ko'roni hech qatdan ko'chira olmaymiz. Chunki bizga o'zimizni qora ko'zlar deydik-ku. Shunaqa. Va eng qizig'i o'shani o'zimizga moslasa bo'ladi. Moslashtiriladi. Albatta. Bilgandan keyin endi yana bitta muhim savol bor-da, ya'ni muhim topik desa bo'ladi. Mana shu qadriyatlar bo'yicha, mana shu mentalitet bo'yicha, bizning odatlarimiz bo'yicha, masalan, hozir juda ham ko'p ota-onalar o'zining bolasini ingliz tilini o'qishini xohlaydi. Lekin degan tarafi bor. O'sha o'quvchilarni ko'pini ko'rsangiz, yevropeyskiy bo'lib ketadi yoki fikrlash sal boshqacha bo'lib ketadi. Til bari ta'sir qiladi. Ya'ni ba'zi o'quvchilar lekin fikrlash kengayib ketadi-da. O'sha o'zbek tilida uyalchan bo'lsa, ingliz tilida hali taqaratib gapirib tashlaydi. Yoki o'zbeklashib ketadi. Boshqa madaniyatga ko'rgandan keyin o'zinikiga e'tibor berishni boshlaydi. Nimaga? Ya'ni nimaga hammaga har xil ta'sir qiladi? Har xil reaksiya beryapti. O'shani aytaman-da. Nimaga bog'liq bunaqa narsa? Menimcha oilasiga bog'liq birinchisi, qadriyatlari qanchalik muhim rol o'ynagan unda-da. Misol uchun bizda ham hamma bemalol rus tilida gapiraveradi oilada, lekin biz o'zbek tilida gapiramiz. Bu yerda hech qanaqa siyosiy yoki qanaqadir muhitda emas. Shunchaki bizning fikrlarimiz tartibli, rasmiy muhit desa ham bo'laveradi. Aytdim, ustozlar ko'p. Bu birinchisi, balkim oilaviy muhit. Ya'ni balkim uni ota-onasi o'zi yevropeyskiy bo'lishni xohlar. Bolasini. Bu yaxshimi yomonmi, u meni ishim emas uni hal qilish. Bunda fikr berish o'zlari biladi. Maqsadiga bog'liq. Yevropeyskiylashish maqsadi bo'lsa, lekin bu juda ham kam gruppada. Asosiy gruppa o'zini madaniyatida o'zbek bo'lib qolishni xohlaydi, qaysi tilda o'rgansa ham. Xitoy tilini o'rgan, Xitoy bo'lib ketishdi, unaqalar bo'lmaydi. Yoki rus tilini zo'r gapirib, ruslashib ketish u narsa. Ingliz tilida shunaqa propagandalar ko'p-ku demoqchi. Da, ma'lumot ko'proq. Social mediada. O'quvchilar o'zlarini kategoriyalarga bo'lib olishadi. Yoki kerak bo'lsa, voy, men mana bunaqa odam ekanman. Har xil tarafga og'ib ketadi. Ha, o'shani aytaman-da. Bu ham ta'sir qiladi-yu, to'g'ri? Ta'sir qiladi. Da, bunda birinchi o'rinda ota-onasi hushyor bo'lishi kerak, ikkinchi o'rinda emas. Вообще eng muhimi ustozi unga hali ma'lumotga to'ldirayotganda miyasin, beginnerdan boshlab hushyor qarash kerak va juda ham bir aniq qoidalarga amal qilish kerak va o'quvchiga tayinlash kerak. Chunki o'quv markazi zo'r material tuzib, hamma narsasi madaniyatlarimizga ham moslab qo'ygani bilan o'quvchi asosiy vaqtini onlayn o'tkazadi va o'quvchiga tushuntirish kerak. Shu to'xta, bu Yevropaniki, bu mana bunaqa bo'ladi kultura, ularda madaniyat mana bunaqa, bizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Borib turib ota-onangga mana bunaqa qil deyolmaydi, sansiralmaydi. To'g'rimi? Mana shu narsalarni ustoz yetkazish kerak va ko'rko'rona olmaslik kerak. Ismoil aka, endi qarang, masalan, o'quvchilar u ingliz tilini intermediate-gacha o'rgandi. Bildi, o'sha ochiladi. O'sha dunyodagi 80% dan ko'p informatsiya ingliz tilida. Internetda tiqilib. O'sha ana o'sha paytda o'quvchining miyasiga menimcha normalniy zarba bo'lsa kerak. O'shanda hali bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'quvchi qayerga og'ib ketishi. Endi shunchalik ko'p informatsiya bo'lgandan keyin va shunchalik ko'p informatsiyani mana bu ega bo'lish imkoniyati bo'lgandan keyin o'quvchi qanaqa qilib bu informatsiyalarni filtr qilsa bo'ladi? Ayniqsa, ayni mana shu 18, shu 15 bilan 20 ning orasida bo'ladi mana shu o'quvchilar. Xuddi shunday. Ya'ni u ona tilida o'zi ma'lumot oladigan yoshida kim qaqa yaxshi
ko'ndiralsa o'sha yoqqa olib ketadigan yoshi. Farqi yo'q. U ham millatchilashib ketishi mumkin, u ham bir yevropalashib ketishi mumkin, har xillashib ketishi mumkin. Shunaqa xavfli yosh. Endi o'shanda o'quvchini o'zi ham hushyor bo'lishi kerak, qanchadir prinsiplari bo'lishi kerak. Misol uchun men sinflarimda 4 yil nosh dars o'taman, kino qo'ymaganman. Qo'ymayman. Sababi men Gollivudda bu chuqurroq tushunganim uchun uni o'sha sponsorlari bor, boshqasi bor. Bu ancha chuqur konspirologiyaga kirib ketadi. Ingliz tilidagi ma'lumot bilan o'quvchini miyasini zaharlaydigan narsalar ko'p. Buni to'xtata olmayman, lekin harakat qilaman filtrlashga va o'quvchilarda ham o'zi diqqati yetmaydi aytganimizdek kino ko'rgani va hammani fikri har xil. Demak, o'sha o'qituvchi ingliz tili ekanda hamma narsani ashulalarga ham e'tibor berish kerak, u nimani eshitayotganiga. Chunki ustozku u M&M'ni qo'yib berib, yodlaysanmi? Nima deyapti uni ichida? Nimaga u da'vat qilyapti? Qaysi tarafga olib ketyapti qo'lidan yetalab o'quvchini ingliz tili bahona bo'lib? Bu o'qituvchilarda ta'sir bo'ladi qaysidir darajada. Oddiy British Council materiallarida ular qatga tortyapti o'quvchini. Qaysi madaniyatda ular? Chunki tilni tarqalishida madaniyatni bosimi doim bo'ladi. Ya'ni bu narsani moslashishiga ular umid qiladi qaysidir ma'noda. Shu yerda hushyor bo'lib, qarab, bu menga to'g'ri kelmaydi deb sirazi filtrlab, cho'tki qilib, har holda ingliz tili katta, ya'ni ingliz tili degani faqat Amerika, UK, Britaniya emas. Ya'ni madaniy jihatdan ancha sinayotgan davlatlar. Unaqa emas. Katta ma'lumotlar bor. Siz o'zingizga kerakli har qanday ma'lumot topasiz, har qanday kitobni topasiz. O'zini o'shaning uchun men aytaman, ingliz tili hayoti bo'lib qolmasligi kerak, u nimadir kasb egasi bo'lishi kerak. Shunda ingliz tili o'sha kasbiga yordam berib ketsa, u relsdan chiqib ketmaydi. Misol uchun uni kasbi deylik jurnalistika. Ingliz tilida ma'lumotlarni o'qib, filtrlab qarayapti-da. Shunda uni bir e'tibori faqat ingliz tili emas-da. E'tibor faqat ingliz tili bo'lsa, til bu olov deymiz. Uni yonish uchun o'tin yo'q, gaz kerak, hech narsa bo'lmaganda ham. O'sha narsa har xil narsa bo'ladi, u bilmaydi nima kerakligini. Ko'raveradi. Bir kun chiqib bizni podkast ko'radi, ertasi kuni qarab boshqa narsa o'zini qiziqishini bilmaydi. Shuning uchun aniq bitta qiziqishlariga moslashtirish kerak ingliz tilini. Misol uchun men kompyuterda birinchi ingliz tili o'rganishimga sabab bo'lgan narsa Windows o'rnatayotgan bo'lganman kompyuterga va tushunmaganman hali qop-qora yozuvda nima chiqayotganini. American bir narsa deb boshlanadi virus tushganda. Eski Windows XP kompyuterlar. Nima bo'lar-ekan? Va shu tushunmaganman va o'sha dadamga aytib, repostoriyaga bo'lmoqchiman, boshqa qilib, sekin-sekin hali qo'shnilardan o'rganib, sekin boshlaganmiz. Chek harakat qilgansizga. U qolib ketgan. Lekin meni baribir ingliz tili doim vosita sifatida kirib kelgan. Shuning uchun aniq bitta e'tibori bo'lsa, bitta sohaga. O'sha narsa ingliz tili bo'lmasa yoki filologiya bo'lsa, tillar tarixini o'rgansin. Bo'lsa, shunda u ingliz tilida ma'lumotni YouTube'ga kirib chiqqanini emas, o'ziga kerakligini ajratadi, o'ziga kerakligini oladi. Chunki u ochiq dengizga o'xshaydi. Filtr kerak odamga, o'zini maqsadi aniq bo'lsa, menimcha bu bitta tilni o'rganib qo'ygandan keyin madaniyatiga chalg'ishga vaqti bo'lmaydi menimcha. Endi menda zo'r savol bor. O'zim savolim zo'r deyapman. Buni siz aytishingiz kerak edi o'zi. Mayli. Ha. Ideal tizim qanaqa? Keling, sizga bitta ssenariy yasaymiz. Ha. Men 9 sinf o'quvchiman, tasavvur qiling. Aha. Ingliz tilini bilmayman. Umuman ma'lumotim yo'q. Xo'p, ona tilini bilaman, o'zbek tilini yaxshi bilaman. Ona tilini bilish kerak. Любой til o'rganayotganda bitta til zo'r bilish kerak. Rus tilini bilmayman. O'rganmoqchiman. Dars qilaman, lekin men boshqa ishlarim bor. Men kod yozaman, IT bilan ishlar qilaman, cloudlar, AIlar ishlataman. Ya'ni men hayotim ingliz tilida emas. Aha. Darsga kelaman, biror soat vaqtimni sarflashim mumkin. 9-sinfman. Sentyabrda 9 bo'ldim. Xo'p. Qanchada va qanaqa yo'lda o'rganamiz? IELTS gruppiga qo'shila olamanmi? 9 olamanmi demadingiz-da? Ha, necha kunda 9 olaman? Kunda. Kunda. Bu savol vahshiy qiziq savol va bu savolni rostdan ham eshitganman-da ba'zi o'quvchilardan. The case man. Ha. Lekin buni endi sal aniq reallashtiraylik-da, sababi 9 sinf bolaning shuncha ishi bo'lishi bir tarafdan sal qiyinroq. Bir kunda sal vaqt ajrata oladigan bo'lsangiz, bitta normalniy tizim aytsam. Lekin faqat ingliz tili emas. Lekin ikkinchi fanim bor. Ha. Yana bir masala majburiy fanlarni ham o'qiyapmiz. Matematika o'qiyotgandim. Ha.
Lekin bir kunda qancha vaqt ajrata olasiz ingliz tiliga? Darsdan tashqari 2 soat. 2 soat. Darsdan tashqari 1 soat. Darsdan tashqari 1 soat. Bir kunda 1 soat. Dars bo'lgan kunlari 1 soat. Yani ders yo'q kunlar 2 soat. Demak, siz 9 sinfsiz. Siz ona tilini bilasiz, ya'ni o'sha o'zbek tilini bilasiz va bir kunda 2 soat vaqt ajrata olasiz ingliz tiliga. O'zim zo'r o'qiyman deb o'ylayman. Ha, bu motivatsiya kuchli. Deb o'ylayman. Ha, 9 olmoqchisiz. 10 olganman maktabda. Ha, baholar yaxshi, ishonch zo'r. Xo'p, endi qarang, men sizga qanaqa tizim bergan bo'lardim? Birinchi darsimizni o'zidayoq men sizga tushuntirgan bo'lardim. Qo'lingizdan keladi derdim. Bila olasiz. Ola olasiz 9. Nimaga ola olmaysiz? Ya'ni hech kim o'zi chegaralamaydi. Xohlasangiz oling, xohlasangiz olmang. Faqat dirdimda sizga kitob ko'rsatadi. Bu grammar kitob. Siz shu kitob ichidagi mana bu grammar o'rgan bo'lganingizdan keyin bo'ldi. Grammarga qarash kerak emas. Bu so'z uchun kitob. Siz shu so'zlarni yodlab bo'lganingizdan keyin mana so'zni tugadi. Va endi siz mana shu ikkita material beryapmanmi? Sizni o'qishingizga qarab men boshqa materiallarni beraman. Lekin siz bundan tashqariga chiqmay turasiz. Nimaga? Shu kitob ichida hamma grammatika bor. Sizga kerak bo'ladigan. Mana buni ichida sizga kerak bo'lgan hamma so'zlar bor. Faqat siz Menga kerak o'zi grammatika. Sizga kerak. Va nimaga kerakligini buni ham tushuntiraman. Va siz buni ichidagi hamma so'zni yodlab, mana bu grammarni o'rgan bo'lganingizdan keyin sizni o'zingizning xayolingizga kelgan har qanaqa gapni ingliz tilida ayta oladigan bo'lasiz. O'zingiz qanaqadir tekst ko'rgan, har qanaqa tekstni tarjima qila oladigan bo'lasiz. Ingliz tilida kimdir nimadir aytayotganini eshita oladigan bo'lasiz. Kelaman, shu bola bo'lib turaman. Voy, bo'ldi. Men sizga aytaman. Ha, qarang. Xo'p. Demak, Yo, hozir aytdingiz. Xo'p, endi tasavvur qiling, davom etyapsiz. Tushunyapsiz? Siz o'zi ingliz tilini Men tasavvur qiling, eshitib olaman. Siz o'zi ingliz tilini nimaga o'rganmoqchisiz? Odamlar bilan gaplashgani yoki ingliz tilida nimadir kinoni ko'rmoqchidirsiz yoki maqsad faqat IELTS 9 bo'lishi mumkin. O'zi qaysi biri? Nimaga ayni IELTS o'rganmoqchisiz? Nimaga bu yoqqa keldingiz? Yo, men sinfimda o'rtoqlarim 7 topdi-da, shuning uchun qiziqyapman. Shuning uchun unaqada, demak sizdagi maqsad 7 dan ham yuqoriroq bo'la olishdi, to'g'ri? Hozir bosqichma-bosqich hisoblaylik. Ya'ni demak, men B2 ga o'sha 5.5 ga, to есть bu TTMlar talabiga yoki litseylar talabiga javob beradi. Ya'ni multi-level 51 IELTS 5.5 ga qancha vaqtda chiqsam bo'ladi, zo'r gapirishim shart emas. Anaqa bo'lsa bo'ladi. To'g'rimi, ya'ni? Demak, mana shuni o'zini hisoblaylik. Qanchada chiqsam bo'ladi, qancha vaqt general o'qiymiz, qancha vaqt imtihonga tayyorlanamiz shuni. Lekin agar bir kunda 2 soat ajratadigan bo'lsangiz, bunga sal ko'proq vaqt ketib qoladi. Yes, bu tarafi ham bor. Agar ko'proq vaqt ajrata olmayman ustoz, mayli, men ko'proq shunga fokus qarataman. Tezroq shuni olingda, tezroq qutuling. Yo'q, sharoit shunaqa 2 soat. Iloji yo'q. Yo'q, ikkinchi fandan 2 soat biror yil yetadimi? Faqat shu 2 soatda produktiv bo'lib, chalg'imasdan rost ekaniga Chetda dars qilaman. Oldimda dars qilasiz. Support bilan dars qilasiz o'sha 2 soatda. Nazorat ostida bo'ladi. Ha, chetdan. Bo'ldi. Yaxshi. Unaqada sizga qancha vaqt ketadi? Bizda agar 0 bo'ladigan bo'lsa yoki IELTSga chiqsa 5.5 yoki 6 kerak bo'ladigan bo'lsa, siz mana o'rtacha holda gapirishingiz kerak. Ya'ni buni talablarini tushuntiryapman sizga. Siz bu o'zi nima? Ya'ni siz o'sha 5.5 yoki B2 nima degani? Siz o'zingiz fikringizni qiynalib bo'lsa ham ayta olishingiz kerak. Mana masalan, mana bu mikrofon, buni rangi qora, buni odamlar gapirishga o'xshatadi deb shu aytib bera oladigan darajada bo'lishingiz kerak-da. Va o'zingiz xuddi shu narsani yozib qo'ygan bo'lsa, tushunishingiz kerak tarjimasiga. Eshitib olishingiz kerak va buni yozib olishingiz kerak. Shu levelga chiqqaningizdan keyin o'sha bo'ldi, sizni levelingiz tayyor degan. Endi tasavvur qiling. Qanchada chiqaman? Ha, endi tasavvur, step by step ketamiz. Endi tasavvur qiling. Siz bu mikrofon, buni rangi qora, buni odamlar gapirishga ishlatadi deyish uchun nima kerak siz uchun? Tasavvur qiling, ingliz tilida aytish uchun. Lug'at va grammatika kerak. Yo, bog'lab berishim kerak gaplarimni. Grammatikaga bog'lab turadi, to'g'ri? Va endi sizda imtihonni shu mikrofon haqida so'rashi garantiya yo'q-da. Har xil narsa haqida so'rashi mumkin. Lekin grammar o'zgarmaydi, so'z o'zgaradi. Tushunsiz? To'g'ri, grammar muhim. Sodda mavzularni o'rganamiz. Grammarni bir marta o'rganasiz. Ha, bir marta o'rganasiz. Grammar bir marta o'rganiladi. Lekin so'zni ko'proq o'rganiladi. Agar grammarni har kun o'rganadigan bo'lsangiz, siz faqat bitta mikrofonni 10 xil ta'sirlashni o'rganib qo'yasiz. Tushunsiz? Qancha vaqt bo'lyapti shunda? Xo'p, shuning uchun grammarga kamroq urg'u berib, ko'proq mana bu speakingga, so'zlarga urg'u bergan holatda. Imtihon ham. Orada imtihonlar ham bor. Tasavvur qiling, imtihonlardan yaxshi o'tyapsiz. Sababi siz 2 soat oldinda yaxshilab dars qilyapsiz-ku. Bitta etapda biz olib chiqishimiz mumkin 1,5 oyda. Mana masalan, beginner elementary printer. Tezlashgan ko'rinishi. Shunda 4,5 oygacha bo'ladi. Endi bu o'zini prinsipim bo'yicha aytayman. Lekin interni 2 oy o'qiysiz.
Nimaga? Sababi unda уже sizda boshqa skilllar qo'shilishi boshlaydi. Уже 2 oy bo'ldi, уже 6,5 oy bo'ldi. Endi siz safar imtihoniga tayyorlanasiz. Bunda aytgan. Imtihonga tayyorlanmasdan topshirib bo'lmaydi. Imtihonga qancha tayyorlanishim kerak. Ha, tayyorlanish Alohida. kerak. Shunaqa. Ya'ni IELTS guruhmi? Yo'q, IELTS guruh emas. IELTS guruh. Yo'q, IELTS guruh emas bu. U boshqacha. Ya'ni siz imtihon topshirmoqchisiz. U o'zi gruppani ham nomidan farq yo'q-da. Siz o'sha levelga chiqdingizmi? Sizga aytiladi. Ismoil aka, mana bu reading va bunaqa savol turi bor. Mana bunaqa qilib topasiz javobini deb qo'lingizga beramiz. Xatolaringizni mana bunaqa xato qilibsiz. Bu to'g'rilash kerak deyiladi. Sizda o'zi imtihonga 2 dan 3 oygacha tayyorlashadi. Lekin agar tushunishingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, uni bemalol 2 oyda xatolaringizdan o'rganib bo'lganini qilsangiz bo'ladi. Shunda 6,5 oy bo'lsa, ha, 8 minus bo'lar ekan. Endi bu bir kunda 2 soat vaqt ajratganingizda, endi buni mana bunaqa qilib example qilib tushuntirsa bo'ladi. Demak, yana yil mana shu payt DTMda tayyor bo'laman. Bundan ertaroq tayyor bo'lsangiz bo'ladi. DTM. Endi 0 qoldi. DTM o'tib ketdi-yu. Ha. U как раз DTM vaqtiga tayyor bo'ladi. Hozir boshlasam, Ha, hozir boshlasam. men hozir hamma nollarga. Demak, hozir faqat men shu situatsiyadagilar. Bo'ldi, men 8 oy olar ekanman. Ha, u endi nasib. Hammanniki undan ham ertaroq olishi ham mumkin kimdirlar. Kimdirlar kecha ham olishi mumkin. Masalan, 1 yilda 7 olishi ham. Boshqa o'quvchi aytaylik, bir kun 2 soat emas, 4 soat sarflaydi. 7 olishi mumkin 1 yilda. Nollar. Qarang, shu joyda savolni nimaga 1 yilda deb so'rayapsiz. DTMda yana 7 Yo'q, mana nimaga aslan o'sha 1 yil ichida nimaga 9 oy emas, 11 oy emas, 13 oy emas, 1,5 yil emas, nimaga 1 yilga da. Xo'p, bugun boshlayman, yana yil mana shu. Bugun tugashi kerak. Deylik, mana shunaqa o'quv markazlari bor. 1 yilda agar zo'r o'qisangiz 7 olsangiz bo'ladi, deyapti. Men qaysidir ma'noda buni iloji bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Unaqada, qarang, men sizga sal boshqacharoq tushuntiraman. Yo'q, 1 yilda bilmayman. Balkim bo'lar, balkim yo'q. Lekin ilojsiz emas. Yo'q, gap unda ham emas. Lekin siz 7 qachon olishingizni ayta olmayman-u, lekin 7 olishingiz uchun nimalarni o'rganishingiz kerakligini ayta olaman. Bu o'ziga bog'liq qachon. Ular eshitsam 4 yil qoraman. Ko'ryapsiz, bu endi mana bu haqiqatga qarash. 4 yil qoraman uni. Men sizga grammatikalarni sonini, qaysi grammarlar kerakligini, qaysi so'zlar kerakligini, qanaqa bir-biriga bog'lash kerakligini ko'rsatishim. Endi o'sha qachon tugachi o'ziga bog'liq. Hamma studentdan chiqaya. O'sha o'quvchi aytgan muddatga siz ko'rsatdingiz manzilda. Aha. Uzoqdan qaradi. Umrida yurmagan unaqa yo'lda. Aha. Boshqa tilda ham yurib ko'rmagan nari tarafdan. O'zini hisobini olyapti. O'ziga ishongan o'quvchi noto'g'ri bir qisqa muddat qo'yib boradi. Ambitious. O'ziga ishonmagan o'quvchi o'ta o'ziga ishonmaydi-da, o'ta uzoq muddat qo'yib boradi. Bu masala, ya'ni o'quvchidan chiqayotgan hisob-kitob. Ishonsa bo'ladimi? Yo'lni ko'rsatganda. Beginnerni tugatgandek ishonsa bo'ladi. Ha, o'zi jichi yurib ko'radi. Bundoq ko'radi. Beginnerda biladi qiyinchiligini. Misol uchun 10% yurib ko'radi-da, keyin men bu tezligim bo'lsa, u yoqda o'sha trayektoriyani hisoblaydi. Shunaqa. Agar shu beginner oxirida o'tilgan 13 ta mavzuni qo'shib gapira oladigan bo'lsa-da, voy dedi, agar men elementaryni ham shuni o'qisam, buni oxirida уже B2 bo'lib qolar ekanman deydi. Hali o'ziga tastonniy bo'lgan o'quvchi-da. Endi boshqasi beginnerni o'qidi, elementaryni o'qidi, hali ham tatalab yurgan bo'lsa, endi u 4 yilda olaman deb o'ylaydi. Leveldan levelga muddatdan farq qiladi, demak, beginner sal qisqaroq, elementary uzunroq, oshgan sari sekinlaydi, уже advanced bir darajada u deyarli qotib qoladi. Nimaga beginner qisqaroq bo'lish kerak degan savolga javob. Beginnerni men fikrimcha qisqa qilish kerak. Nimaga? Sababi o'quvchi tezroq beginnerni ko'rsin-da, buni yo'rig'ini ko'rsin. Ya'ni qanaqa o'z ingliz tilini o'rganish. Ya'ni o'quvchini beginnerda ham bir xil o'qitib, elementaryda ham bir xil o'qitib, printerda ham bir xil o'qitib, 9 oy vaqtini sarflash yaxshi emas. Ma'lumot, lug'at soni ham o'zgaradi. Ko'rsin beginnerda. Mana bunaqa bo'ladi holat. Eplaysanmi? Qara. Eplayapsan, qo'lingdan kelyapti, o'qib qolganigacha. Sababi o'sha beginnerda natija qilib bera oladimi? Ertaga dangasa bo'lib qolsa ham-da, masalan, elementaryda yaxshi o'qimasa ham, siz unga ayta olasiz. Beginnerda nima qilgani esingdami? Qanaqa harakat qilgani esingdami? Elementaryda undan yaxshiroq bo'lishing kerak edi. Nimaga chalg'ayapsan? Deb to'g'rilab olsangiz bo'ladi. Lekin boshidan qovun tushirib qo'yadigan bo'lsa, yana ham men bitta situatsiyada o'quvchi hozir deylik.
ism bermadim hozir. Ism berib o'sha ismdagilar like bosinglar. Endi bu yerda balki u ikkita tilni bilar, bu yana tezlashtiradi. Ha, o'shada. Balki uni oilasida misol oyisi ingliz tili ustozdir balkim. Bu yana boshqa juda ko'p faktorlar rol o'ynaydi. Qarang. Demak, Xuddi shunaqa. o'rtacha degan gap ma'nosi katta-da bu yerda. Xuddi shunaqa. Shuning uchun hech kim O'rtacha. mana sizga o'zi yana kelib bormisan ukam degan. Voy, yerga bormisan degan savol bor. O'z ham yo'li sizga o'quvchilar juda ham ko'p savollar berishganda, buni orasida sizga yoqmaydigan, asabiyangizni buzadigan o'quvchini tasirlab bering degan savol bordi. Endi shunda men o'zim javob beradigan bo'lsam, o'zimga masalan qanaqa o'quvchilar asabimni buzib, temperaturani ko'tarib boradi. Shu hamma narsani vaqtga ulab qo'ysa-da, tasavvur qiling, imtihondan o'tdi, beginnerdan elementaryga bo'ldi. Qachon printerga o'taman? Shu bilasizmi? Mana masalan, rosa ham asabimni buzib, hali endi yomon ko'radigan demaylik-ku, shu sizga yoqmaydigan o'quvchilar bo'ladi-yu, baribir hamma ustozda bo'ladi. Hech qachon 5 xil barobar emas-ku, to'g'rimi? Baribir har xil bo'ladi. Shunda masalan men uchun hamma narsani vaqt bilan o'lchaydigan o'quvchilar sal asabimiz bor. Bir marta so'rasam, masalan, bir marta qachon beginner tugataman desa, aytamaga ham beginner tugatishi uchun shu mavzularni o'rgan, shu so'zlarni yodla. IELTS olish uchun shuni qil, shuni qil. 7 olish uchun mana buni qilish kerak. Hech qachon 7 olaman desa, 7 olish uchun 3 yil kerak, 2 yil kerak demaganman-da. Doim aytganman, shu narsalar bo'lish kerak. Senda shu sifatlar bo'lish kerak deganman. E'tibor bersangiz, mana shu joyda. O'zi o'qib yurgan yoki o'sha ta'lim ichida yurgan, ayniqsa magistraturaga kelgan, o'zi til o'rganib yurgan o'quvchilardan keladi, darsini qiladi, cho'tga ketaveradi-yu, ortiqcha savol so'rab. Mana shular tezroq o'rganadi, muddatini so'ramasa ham, so'rayotganlar sekinroq o'rganadi. Soatga qarasa sekinroq yuradi-da soat. Ko'p savol bermasdan ish qilayotganlar o'zida natija ko'rmaydi-da. Masalan, beginner o'qib yuribdi-da, bechoradan beri gapirmayotganini savol so'rasa, hali miyasi taskin topadi deb o'ylaydi. Men hech bo'lmasa qidiryapman-ku yo'lini. Shu joyda bilasizmi, masalan, yana bitta katta topik bor-da. Endi buni iloji boricha qisqaroq qilib tushuntirib ketsangiz zo'r bo'lardi. Ko'p o'quvchilar men ko'rganim, vazifa qilaman deb, o'zim ustimda ishlayapman deb vaqt sarflab borishadi, lekin hech narsa qilishmagan bo'ladi. Vaqtim ketdi-yu, qani natija? Ha, uni biz so'raymiz-da. Shuncha vaqting ketdi-yu, qani natija desa, yoki o'zi so'raydi o'zidan. Endi o'zidan so'raydigan ekan, lekin kam. Yaxshilar. Nimaga odamda bunaqa bo'ladi? Ya'ni buni omillar, buni sabablari nima? Ismoil aka, noto'g'ri dars qilish. Qanaqa bo'ladi? Til o'rganishga eng kerakli narsa nimaligini bilmaslik. Bitta savol bering. O'zi to'g'ri dars qilish qanaqa bo'ladi ingliz tilida? Til o'rganishda va ingliz tilida. Til o'rganishda. To'g'ri dars qilish, lug'at yodlash. Aha. Bitta yaxshi anaqa bor. Remember, IELTS is vocabulary test. Va IELTS ya'ni so'z vocabulary test. Buni hamma naynerlar ham Telegramda bir tarqalgan. Just in case deydi-ku. Eslab qoling, IELTSmi, standart ingliz tilini test qilish sistemalari hammasi lug'at test bo'ldi. Lug'atni zo'r o'quvchi hech qachon ko'chada qolib ketmaydi. Tushunyapsizmi? Lug'atni yodlash kerak. Qanaqa yodlash kerak desa, har xil yo'lni qilib ko'rish kerak. Belgilab yodlaydimi, sariq qolib yodlaydimi, tarjima qilib yodlaydimi, listga yozib yodlaydimi, kartochka qilib yodlaydimi? U farqi yo'q. Iloj bo'lsa yozsa yaxshi. Chunki yozganda miya sal yaxshi ishlaydi-da. Ruchka bilan yozsa, men statistikada ko'rib qoldim, mana shuni aytib ketdi. Ruchka bilan yozsa, odam har bitta harfga alohida kalla ishlatar ekan. Esida qolar ekan. O'li nima qilib qo'yapmiz typing hozir, chunki ingliz tilida o'qiyotganlar orasida u typing qilsa, u dictate, mavjudagi speaking deb yozar ekanda. Shuning uchun miya kreativ bir nimalar chiqarmas ekan, elementlar. Shuning uchun zerikarli bo'lsa ham yozsa, ko'proq esida qolar ekan. Ruchka bilan shundan keyin o'quvchilarga bir qonun chiqardim. Biz nimamiz bo'yicha ruchkasiz kelma, daftarsiz kelma deb. Chunki bizda endi mana texnologiya bilan nima qilganim uchun juda ham bir nima deydi, onlaynlashib ketdi. Essaylar ham darsda hamma telefonda, hamma kompyuterda, bu IELTS paperda yo'q qo'yargani ham katta ta'sir qildi, lekin qog'ozga yozish bu birinchi dars qilishda eng oson, eng effektiv yo'l. Qog'ozni olish kerak, yozish kerak. Даже katta parlamentdagi odamlar, biznesmenlar mitinglarni qarasangiz ham bloknoti bo'ladi. Not qilib yozib bo'ladi. Planshet, iPadni ushlab olish u marketing ish emas. Men konkretni bilaman, to'g'ri, rasm yordam beradi, boshqa yordam beradi. Yozganchalik emas. Bu birinchisi yozish kerak. Right.
Ikkinchisi, to'g'ri materiallardan foydalanib, ustoz bilan kelishgan holda qilish kerak. O'zicha tam uni ko'rib, buni ko'rib, ustoz darsiga kelib, uyga kelib, u blogerni ko'rib, yo'q, blogerga ham bormaydi, biladi ishonmasligini. O'zini ustoziga ko'proq ishonadi, lekin nima deydi? Haligi narsa ko'pda siz lug'at yodlamasa ham chiqsa bo'ladi. Sizga u kerak emas, bu kerak emas. View uchun chiqarilganda u uni tushunmaydi yosh bola. Demak, har xil narsaga chalg'imay ustoz aytganini qilish kerak. Ustozni o'zi boshidan yaxshi tanlasa, boya aytdim-da. O'ziga mos, xarakterlariga mosini tanlasa, bu yaxshi bo'ladi. Lekin dangasa ustoz qidirmasin, chunki ustoz dangasa unaqasi, dangasa bo'lsa ustoz bo'lmasdi. Ha, keling shu joyda endi o'qituvchi tanlaganda qanaqa sifatlarga e'tibor berish kerak? Aniq sifatlarga. Masalan, kimdir, endi masalan, men o'zimni tajribamni kelib chiqargan bo'lsam, o'zi o'quvchi biladi unga natija kerakligini. Va u biladi, ba'zi dangasalar qilib qo'yishini, o'zini aql yetmasligini ham biladi, shuning uchun o'qituvchi qidiradi. Va endi bilmasam, ko'pchilik menga kelgan o'quvchilarning hammasi jazolasam, bo'lartirsam, o'tirib turg'izsam xafa bo'lmaydi-da. Qanaqadir haligi jazolasangiz ham o'zi rostdan qabul qiladi-da o'sha. Nimaga? Boshida aytganman-da, o'qituvchi tanlaganingda o'zingning xarakteringga to'g'ri keladigan tanlash kerak. Ama qattiq qo'lma. Kimdirlarga qattiq qo'l o'qituvchi kerak. Kimdirlarga logika bilan sekin tushuntiradigan o'qituvchi kerak. Kimdirlarga asabini buzmaydigan, chegaralardan chiqmaydigan, o'zini morallariga asoslanib dars o'tadigan o'qituvchi kerak. Ya'ni qaysi birini tanlagan yaxshi va qaysi biri ko'proq natija olib keladi o'quvchiga. Ha, demak, bor dars qilishni aytib qo'yay, demak, yozish kerak, yaxshi material tanlasa va consistently har kuni dars qilsa bu bo'ldi. Mana shu javob. Ustoz masalasiga kelsak, o'zini xarakteriga mosini tanlash kerakmi, yo o'zini ko'tarilishiga shansi kattarog'ini? Xuddi shu savol. O'zini xarakteri o'zi ko'tarilishiga shansi bormi o'quvchini? Misol uchun, men xarakterim xotirjam, bemalol tilga unaqa jiddiy qaramasdan o'rganiladi. Va mana shu xarakterda ko'tarilsa bo'ladimi? Lekin sekin. Lekin sekin. Shunda bemalol o'rganasiz, hech kim sizni urishmaydi. Darsda o'sha yerda qilasiz, uyga isfa qilib ezib yormaymiz, lekin men srok bilan ezmang kelib turib. Demak, har bitta yo'lni o'zini javobi bor ekan. Endi tez o'rganamiz. Bo'ldi, men qattiq qo'l bo'laman. Chunki ko'p o'qituvchi shuncha qattiq qo'l. Sizni har kun nazorat qilaman, kech qolsangiz kirgizmayman, mayda detallarga qarayman. Bunga toqatim yetadi. Tushunyapsizmi? Toqatim yetadi. Unda xo'p deyishga ko'ning. Shunda qaysi biriga chidalishiga e'tibor berish kerak. Bir kun, bir hafta motivatsiyam keldimi? Ya'ni ozgina o'quvchilar self awareness talab qiladi bu. O'zini xarakterlarini ham o'zini tanish kerak oldin. Shuning uchun o'zini har xil bilimda sinagan odam o'ziga mos nimani tezroq topadi. Shuning uchun eng oson yo'li sinab ko'rish kerak. Har xil bilimda, har xil narsani o'zi o'rganib ko'rish kerak. Ustoz bilan o'rganib ko'rish kerak. Ayol kishi bilan o'qib ko'rish kerak, erkak kishi bilan o'qib ko'rish kerak. Native, non-native o'zini sekin topadi. Uzoq muddat sabr qiladiganini tanlash kerak. Ya'ni uzoq muddat deganda bu, ya'ni o'sha 7 mi, 8 mi o'sha olib chiqiladigan, chidab chiqiladigan muhitni tanlash kerak. Misol uchun, men har kuni kech qolganimga ezaversa, boshqa qilaversa, hozir bemalol, lekin misol uchun 8-sinf, 7-sinf paytim unaqalar tanlamasdim. Yo'ki tanlardim, kutib turardim haydab borguncha, uyga haydab borardim. Yana haydalgan paytlarim bo'lgan. Hozir ustozlar bilan ham zo'r chiqishamiz, birga proyektlar qilyapmiz. Men prosta o'zimga mos metodni qidirardim, men bilardim u ishlashini, xotirjamroq va ya'ni texnologiya bilan dars o'tadigan ustoz qidirganman va topib, o'qib nima qilganman. Usmon aka kelgan shkollari, endi shkollar emas, bu doim bo'lib kelgan, bilasizmi? O'quvchi beginnerda ko'p holatda zo'r o'qiydi. Nimaga? Yangi kelgan, motivatsiyasi bor, gapirish xohlab turibdi. Ko'nglim sezyapti nima bo'layotgan hozir. Nima kelishini sezyapti. O'sha aniq savol. Ko'p boshdan kechirilgan narsa cho'tki o'qiydi. Молодец deb olasiz. Elementaryga o'tgandan keyin who are you degan savolni berishni boshlaydi-da. Ya'ni o'zi men kimman? Menga IELTS nimaga kerak? Sharti va shu ingliz tilini o'rganishim. Beginner oson tuyuladi-da, lekin sirasi elementaryga o'tganda hamma narsa qiyinlashib ketib qoladi. Va aytaman o'quvchilarga, bu elementaryda hammada shunaqa bo'ladi. Sen elementaryni tugatib olgin. Nimaga sababi? Elementaryda o'quvchi gapiraman desa gapira olmaydi ham. Gapirmaydi desa uyalib ham qoladi. Lekin pre-interda gapirishni boshlaydi inson. Bir oy gapirsa tushunadi. O'shada. Lekin o'sha bir oy tushunmasdan qiynalib yurganni ko'p o'quvchilar ko'tara olmaydi. Ya'ni nimaga buni sabab? Sizda ham shunaqa holatlar bo'ladimi o'quvchilar bilan?
Til o'rganishda mana o'zi ona tili qanday sistemaga moslashgan qaraylikda, o'zi bola tug'ilganda 5 yoshigacha faqat eshitadi. Zo'r gapirmaydi 5 yoshda, keyin cho'tga gapiradi. Demak 5 yil input, keyin output. Grammar xatosiz gapiradi va bu uydagi lug'atga bog'liq. Uyda 3 ta tilda aralashtirib gapirishganmi yo bitta tilda sof gapirishganmi bunga bog'liq. Demak, bola 5 yil yosh bola ham eshitadi. Demak, bolalar iloji boricha bir til o'rganayotganda birinchi yilini gapirishda o'zi kutmagani yaxshi, lekin uringani yaxshi. Ya'ni zo'r gapirib ketish, fluent deymiz-ku, I'm fluent in this language. Men bu tilda ravon gapiraman. Bu narsani kutmasin. Xuddi o'sha o'zini 1 yildan 5 yilgacha bo'lgan muddatini hozir ataylabdan qilayotgan bo'lsin. Shu bolaligida qilgan ishini hozir ataylab qilyapti. Sun'iy ravishda qilyapti. Yaxshi zehn bilan harakat qilyapti, qilsin. Undan keyin 1 yil rosa ma'lumotlar ishlatgan, eshitib o'rgandan keyin listening juda muhim. Men aytaman, speakingda bir 60% listening, keyin qolgani bir speaking bo'lsa kerak. Undan keyin o'zi sekin chiqishni boshlaydi. Va ustoz ham bu yerda situatsiyalar yasab berish kerak. Prezentatsiyalar, boshqa muhitlar o'zi ham harakat qilishi kerak. Onlayn native to'lib yotibdi. Lekin ko'pincha o'quvchilar gapirishda, men misol o'zim o'quvchilar muammosi yo'q. Qaysi ma'noda speaking practice'da muammosi yo'q, speakingni oshirishda muammosi bor. Uni lug'atlarni qo'shishda, alimda speaking bazasi bo'lsa, uni obnovleniya qilishda qiynaladi. O'sha B1da o'rgangan language bilan sal tezroq gapirsa, u juda high level deb o'ylaydi-da. Yangi lug'atlar bilan yangilamaydi. Qolib ketadi. Ya'ni telefonni ham update qilmasdan. Speaking zo'r-da, talaffuzlar zo'r, lekin mayda elementlar qolib ketadi. Shuning uchun birinchi yil zo'r ingliz tilini puxta o'rgansin, ikkinchi yildan gapirsin, lekin 1 yil jim yurmasin. Bo'ldi, tushunarli. Zo'r bo'ldi. Yaxshi gap bo'ldi. Demak, harakat qilish kerak. Qachon ham beginnerda harakat qilsa, elementary'dami qiynalayotgan bo'lsa ham baribir harakat qilsa. To'g'ri? Mana men kars tili elementary'da yoki arab tilida. Bir joylarga qaraganda o'sha lug'atlarni qidiraman, qarayman. Bu narsalarni bir kurslar ko'rishga harakat qilaman o'sha tilda, yana kars tilida. Shunda miyam yana ham mana shu narsani gapirishga harakat qiladi, lekin bu 4-tilda. Ya'ni bu narsa habitga aylanib bo'lganda, ustoz ham kerak emas-da. Kerak, lekin inson uchun, o'zim uchun turishim kerak emas. Demak, harakat qilib ko'raman bu narsalarga. Men bunaqa dedi, buni bunaqa dedi. Miya doimiy ishlab tursa, speaking o'zi rivojlanadi. Speaking bu yoqda emas, miyani ichida o'zi tayyor bo'ladi skript. Keyin bu yoqqa shuna chiqib qoladi. Gapirib berish qiyin emas. Tayyorlash. Skript tayyor, bu yoqda kolonka chiroyli bo'lib tursa bo'ldi. Shu joyda bitta savol. Nimaga ko'p o'quvchilar IELTS speakingga kirganida yoki o'zi speaking qilaman deganda grammatikasi bo'lsa ham, so'zi bo'lsa ham fikrga yetishmaydi? U menimcha-chi, unaqa o'quvchilar ona tilida ham o'zi cho'tki gapirmaydi. O'zi introvert bo'ladi. Hali o'zini qanaqadir gruppalarga qo'shib oladi-yu ingliz tilini o'rgangandan keyin. Animelarni ko'rib, o'sha hali o'zi muomalasi yo'q bo'ladi. Ya'ni muomalasi yo'q degan zo'r bo'ladi. Zo'r, vibe dahshat. Lekin hali katta odam ham, kichkina odam ham, o'rtacha odam ham bunday kelsa, hammasini aka uka qilib gapirib ketarmaydi. Qarasangiz. O'zi limited. Asosan yoshlarda bo'ladi. Chunki 18 dan keyin maktabdan keyin majbur bo'ladi. Sotib ko'radi, sotib oladi, har xil muomalalar ko'rib, sekin til bilimi kuchayadi. Fikrini yetkazib berishni o'ylaydi-da. O'shaning uchun menimcha sal qiynalsa kerak. Shuning uchun u ona tilisi. Hatto o'quvchim o'qigan. Demak, o'sha Samarqandlik edi. Demak, Samarqandlikga bu yerda hech qanaqa nima yo'q. Shunchaki ko'p til bilardi. Rus tili asosiy tili edi. Akani. Keyingi tili tojik tili edi. Oxirida o'zbek tili edi. Hammasini yaxshi gapirardi, lekin ishi, muhiti nimasida rus tili asosiy dars tilimiz edi. O'zi rus gruppada edi. Shu qachonlar o'qigan 2-3 yil oldin va aka ingliz tilida ravon gapirmasdi-yu, qolgan hamma ishni zo'r qilardi. Zo'r essaylar yozardi. Keyin men nimaga o'zi oddiy qolgan tillarda ham o'zi juda ravon gapirmas ekansiz deganman. Rus tilida ham juda prezentatsiya berib oladigan darajada emas-da. Lekin aqlli. Shunaqa degan. Ya'ni ingliz tilida o'zi niyatim yo'q degan, zo'r gapirishga. Zo'r bilishga niyatim bor. Demak, bu menimcha xarakterda ham roli bor-da. Kimdirlar haqiqatan bozor xarakterda. Tushunyapsiz? Bozor xarakterda hamma bilan muomala qilib ketadi, ochiq, sotsial nimada.
lekin kimdirlar shu kitoblar o'qiydi, boshqa qiladi, o'zini dunyosi bilan yashaydi. Qaysi biridir to'g'ri, qaysi biridir xato emas. Shunchaki speakingni zo'r qilish o'zi hammani ham xarakteriga tushavermaydi. Hamma ham hali ozgina ochilishiga to'g'ri keladi. Iloji yo'q sun'iy ravishda. Misol uchun men ingliz tili, hali odam har bitta bilgan tili o'zida har xil xarakteri, har xil face. Soxtaladagi har xil face-da. Men ingliz tilidagi meni xarakterim qanaqadir bemalolroq, chillroq, o'zbek tilidagi sallali jiddiyroq qaraydi bir narsalarga, rus tilidagi уже negativ. O'zimning xarakterim har xil hammasida. Menimcha o'sha xarakterini shakllanishiga ozgina fursat, vaqt, sharoit qilib bersa, shakllanadi. O'sha variant shakllanadi. Tushunarli. Endi Ismoil aka, sizga alohida o'quvchilardan kelgan savollar bor. Ya'ni shularga ozgina qiziq eng qiziq qismi. Eng qiziq qismida. Ya'ni bitta o'quvchiman so'raganlar, ya'ni siz shuncha yillardan beri dars berasiz, ko'p o'quvchilarni ko'rgansiz, ularning xatolarini, yaxshi taraflarini ko'rgansiz. Endi o'zingiz o'quvchi bo'lganingizda tasavvur qiling. Boy bo'ldim. Boshidan endi bu boshqacharoq. Endi o'zingiz boshidan ingliz tilini o'qishingiz kerak bo'lganda, qaysi xatoni qilmagan bo'lardingiz? Wow. Kim u? Shu o'quvchini seryozni qarang. Yoki u faqat shunaqalar qidiradi. Balkim. Voy aytdi-ku. Ko'pchilikni xatosini qidirgisi keladi. Yo, endi bo'y. Qanaqa xato qilgansizda shuni aslan boshini o'qiganimda bunaqa qilmasdim deb aytaman. Menimcha o'sha boyagidaqa men o'zim speakingda, ya'ni gapirishga juda qiziqqanman va til o'rganishda men ancha muddat IELTS nimaligini ham uncha IELTS deb o'rganmaganman ingliz tilini. Men yosh bola edim ingliz tilini o'rganganimda, 5-sinf edim. Shuning uchun men nimaga o'rganganim keyin o'ylaganman, o'rganib bo'lib deyarli. Shuning uchun yosh bola yaxshi o'rganadi, chunki ular kam savol so'raydi. Ha, to'g'ri. Ya'ni kamroq savol emas, kam question qiladi haligi narsa. Kam savolga tutadi. Nimaga? Bu maqsadimmi? 5 yildan keyin kelajak yo'q. Baribir 5 yildan keyin ham o'shni aytadi. Davay. Shuning uchun bitta qilgan xatoim shu ingliz tilida grammatikani uncha nazarga ilmaganman. Shuning uchun ko'p xato chiqqan. Shu 7-7.5 gacha olib chiqib qo'yaveradi. Ya'ni men nazarga ilmadim deganda bu ignor qildim emas. Elementar shu Murphy zo'r kitob. Qizil ko'k o'qib, zo'r. Va uni reklama kerak emas u kitobga. O'qib grammar xato bo'lsa ham gapiravering, davay zo'r gapiraman deb o'sha IELTS speakinglardan 7 ham chiqqan-u, lekin undan u yog'iga siljishga juda ham qiyin bo'lgan. Ya'ni o'sha qilinmagan ishni bari qilishga to'g'ri kelgan. Hali kechasi uxlamay ishlaysiz, bari qachondir uxlab berishingiz kerak-ku, qarz qoladi-yu. Sleep debt, qarz qoladi. O'sha grammar o'rganmagani bari qarzligicha qolgan. Yana 1-2 yil muddatim mana shuni to'g'irlab, o'sha C2 levelga olib chiqishga vaqt ketgan va speaking haligacha C2 chiqqan yo'q. Ya'ni bitta grammar emas, bari shu narsa sekinlatgan. Men shoshilib qilib ketganim. O'zimmi shoshilganim, chunki u payt shoshilish yo'q edi, o'quv markazlari ham kam edi. Demak, shu narsani to'g'rilagan. Kamroq shoshilib, puxta o'rgangan bo'lardim. Endi yana bitta savolimiz bor. Xo'p, hammasiga salom bergan. Hamma salom aytib qo'ying deb aytishganda, o'quvchilaringizdan bo'lsa kerak ko'pi, ya'ni sizni tanigan odamlardan va yana so'rashgan. Xo'p, Ismoil ustoz bugungacha juda ham ko'p o'quvchilarni ko'rgan va yaxshi o'quvchilarni ham xarakterini biladi, o'zini tutishini biladi va natijasi past chiqadigan o'quvchilarni ham odatlarini biladi. Ya'ni bemalol bularni filtr qila oladilar. Demak, endi sizga savol, yaxshi o'quvchi bilan yomon o'quvchini o'zi qanaqa qilib ajratiladi yoki ularni study habitlarini qanaqa qilib ajratiladi? To'g'risi bu til aniq ham bo'lmagani uchun juda ham subyektiv fikr bo'ladi. Ya'ni men to'g'risi men aytgan narsa xato bo'lishi mumkin, aniq bilmayman. Men yaxshi o'quvchi degan kategoriyaga zo'r talabiga javob berib turib ham, zo'r o'qib turib ham natijaga erishmaslik mumkin. Nasibda oxiri baribir. Bu keyingi savolda, ya'ni nimaga yaxshi o'qib turib ham ba'zi o'quvchilar yaxshi bo'la oladi? To'g'risida, misol men o'zimdan qattiq harakat qilgan, lekin misol 8 ga ham chiqmagan ustozlar taniyman-da. Tushunyapsizmi? Ya'ni bu yerda bu nasib qilgani chiqadi-da, to'g'risi. Bu birinchisi. Endi meni o'zimni subyektiv, shaxsiy fikrim, o'quvchi kundalik til o'rganayotgan o'quvchi kundalik ko'p mana shu tilda ma'lumot qabul qilsa-yu, darslarga uncha mensimasa ham, u meni kategoriyamda muammosi yo'q, u eplab ketadi. Ya'ni undan umid bor. Darslar zo'r qilyapti-yu, lekin uncha xohishi yo'q o'sha tilga, u ham eplab ketadi, chunki IELTSda yiqildi, o'tdi degan narsa yo'q, faqat narigiga nisbatan pastroq oladi. Kundalik kunini o'tkazishiga bog'liq va
o'sha qanchalik bekorchiligiga bog'liq-da, ya'ni vaqtini o'tkazish kerak. Demak, yaxshi o'quvchi ko'proq vaqtini shu til bilan o'tkazadi va boshqa narsalarga ham foydalanadi. Qiynalsa ham oddiy telefonini ingliz tilida qilish. Ko'p o'quvchilar xohlamaydi rus tilida. O'zi rus tilini ham bilmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni nimadan ishida-da g'alatida u o'zbek tilida u tizimda tarjima qilib bo'lmaydi. Bitta til o'rganayotganda eng birinchisi telefonni tarjima qilishdan boshlanadi. Demak, boshlang'ich birinchi step shu. Eng birinchi stepda o'sha beginnerda telefonni tarjima qildim, mana shundan umid bor. Bu ma'ni fikrim. Ana shundan umid bor. U advancedga chiqsa ham hali bir kitob ham ushlab ko'rmagan o'sha tilda u qiyin uni ko'karishi bari ko'karadi. 5,5-6 olib ketsa kerak. Tushunarli. Yana bitta savol bor. Bu endi global savol desak ham bo'ladi. Nimaga ko'p o'quvchilar 5,5 dan 6,5 ga chiqqani unaqa qiynalishmaydi-yu, 6,5 dan 7 ga chiqqani o'ta ham qiynalishadi. 1 ballga tezroq chiqishadi-yu, lekin shu yarim ballga ko'tarish o'ta ham qiyin bo'ladi. Keyin 3 ga tarjima qilamiz shuni. Ha? Xo'p, birinchisi 5,5, 6 dan 7 ga. Ikkinchisi keyin Sefer tizim bo'yicha xuddi shu narsani tarjima qilamiz. Ya'ni IELTS ham yoziladi-yu, ballni yoniga. B2 dan C1 ga. O'zimiz tilda tushuntirganda o'rtacha xato qilib o'zini eplab turgandan normal, zo'r bo'ladigan, ya'ni zo'r emas, lekin ravon gapiradigan va uni maxsus bir, ya'ni biznes yo'nalishlarida yoki universitet yo'nalishida ishlatiladigan daraja bu 7 deb hisoblayman. Good user sertifikat orqasida turadi. Undan bunga sakrash. Birinchisi 7 kam xato talab qiladi. Ya'ni o'ta ko'p xatoga to'lib yotsa qiyin. Speakingga o'zini olsak va reading listening qolganlari ham. Demak, xatolarni kamaytirish sekin vaqt oladi. Lekin qarang, 6 dan 6,5 ga xatoyingiz ko'p hali ham. Faqat o'ta sezilib, bu yerda odamni ezib yormaydi. 7 dagi xato uje sezilmaydi deyarli. To'g'ri, ba'zi bir kommunikatsiyaga ta'sir qiladi, lekin fikrda deyarli to'liq tushunasiz nima bo'layotganini. Demak, xatolar. Xato ko'p. Xato ko'p. Eng qarz uzadigan davrda. Tushunyapsizmi? Xato ko'p. Xato ko'p va juda ham katta sakrash o'z rostidan. Ya'ni big jump. Men o'zim birinchi imtihonda 6,5 olganman. Lekin General English'ni ko'p o'qiganman. Ya'ni IELTS'da o'zini ko'p emas, General English'ni yaxshi o'qib, C1 darajani ham tugatib 6,5 olganman fevralda. O'sha 2021-yili. Keyin mayga kelganda universitetimga yetmagan bu. Erta topshiriladi va iyunlardan yana o'qishni boshlaganman, mayda oxiridan. O'zimni ham o'sha sekin dars berishni boshlardim, shogird bo'lib, o'sha paytda 10-sinf oxiridan. 10-sinf ham tugagan, bizga karantin, ya'ni u tugagan, biz tugatmaganmiz. Va sentyabrda 7 olganman. 3 oyda men 7 ga chiqdim. Yo'q, o'zi u 6,5, ya'ni men juda uzoq emas edim. 3 oyda chiqsa bo'ladimi desa, yo'q, sal vaqt ketadi 6,5 dan 7 ga, lekin menimcha o'sha 100 soat dars qilsa, kunda 6 soatdan dars qilganman. Chiqqan kunda praktik qilardim. Demak, ko'proq mehnat kerak bo'lgan. Tushunarli. O'zim o'tirib ishlab qila olmaydi. Ko'proq mehnat talab qilgan, haqiqatan katta sakrash bo'lgan. Men o'zim boshimdan o'tgan va o'sha 6 dan 7 ga. Yarim ball bo'lsa ham, lekin bilinib ketadi, bilasizmi? 6,5. O'sha hali o grammarda o'xshamagan ishlar ham boshqalarni kamaytirganman, lekin yo'qolmagan. Xo'p, yana bitta savol. Bu endi kulgili savol desa ham bo'ladi, lekin eng asabbuzar savol. Bemalol o'tirib olaylik, bo'lmasa. Xotirjam javob bering bunga. Asabiylashib ketmang. Yo'qmi? Nimaga ko'p o'quvchilar yozgan? Nimaga hamma o'quvchi present simple da xato qiladi? Nimaga 90% o'quvchi present simple da tushungani qiynaladi yoki IELTS level bo'lsa ham esiga sizga qolib ketib qoladi? Nimaga shunchalik qiyin mavzu present simple? Qancha mantiq yo'q mavzu mana shu present simple. Tushunyapsizmi? U hozirgi zamon emas, kelasi ham emas, o'tmish ham emas-da. Yaxshimi? Vali zamonlar osha kiyadi u. Kundalik zamonda har kuni bo'layotgan, qaytariladigan ish harakatida u. Shuning uchun buni menimcha logikasini tushunish qiyin. Men present continuousdan qiynalgan o'quvchilarni ko'rganmiz? Yo'q. O'tgan zamondan ham qiynalganini ko'rmaganman-da. Noto'g'ri fe'ldan tashqari. Ha, to'g'ri. Yo'q. Kelasi zamonda umuman ko'rmagan. Menimcha o'sha hali situatsiyani tushunishiga ozgina vaqt ketsa kerak. Endi xatosiga kelsak, haqiqatan he do the work, I study English. I am go to school. Shunaqa. Menimcha u present simple kitoblarda birinchi beriladi va u to be dan, hayoti to be bilan boshlangan bo'ladi. To be siz
qanaqa bosqichga o'tayotgan bo'ladi. o'sha. Shuning uchun menimcha o'rtada yangilik bo'lgani uchun ozgina moslashishga vaqt keladida. Endi tubi yo'qmi desa, keyingi zamonlarda yana paydo bo'lib ketadi haligi narsa. Birinchi zamonda ishlatmagan deb bosim miyasiga qo'yamizda. Shuning uchun Keyin bitta present continuous ishi. ya'ni nima ham stand-upda ham ko'rdim, Ali. I do, you do, he does. Why? U ko'proq qiladi mendan deydi. U ko'proqmi yo ortiqchami? Nimaga unga es qo'shyapman? Yoki I work, you work, he works. Why Does he work more? Demak, Menimcha- logikasini tushunish kerak. Bir qaysidir nimada eshitdim hazilda. Yaqinda mana shu esladi hishitga olib tashlaydi deb eshitdim. Prosta ma'no yo'qligidan. Kommunikatsiyamizga ta'sir qilmaydi. Grammatikani buzmaydi. Present simple degan hech narsa qo'ymasangiz ham present simple. Do'ni qo'ysangiz present simple, qo'ymasangiz ham present simple. I do work, I work. To'g'ri. Hali yuqori levelda farqi bor. Ikkalasini urg'u berishda, lekin tarjimada farqi yo'qda. Shuning uchun menimcha ma'no kam present simpleda is shu zamon ko'pligi ham o'sha ta'sir qilsa kerak haqiqatdan. Menimcha uni u inglizlar o'zida ham buni hali kelisholmagan, nima deydi? Aniq nuqta qo'yilmagan oxiriga, to'g'ri. Xuddi more bilan er comparative grammarga o'xshaydi. Ko'pda nima ko'p, istisno holat ko'p, g'alati holatlar ko'p. Buning ustiga shuning uchun menimcha. Xo'p, keyin yana bitta savol. Endi bu menda. Endi nima bo'larkan? Bu endi o'zimda. Ya'ni o'quvchilar o'ziga aytadigan eng katta yolg'on nima bo'lishi mumkin? Tasavvur qiling, o'quvchi o'qiyapti, harakat qilyapti-da, lekin nimadir qilib o'zini o'zi aldab yuribdi-da, 3 oy, 4 oydan beri. Natija yo'q. Lekin so'rasangiz, aytadi, dars qilganman u dedi, aytgan ishingizni qilganman u dedi. Keyin oxirida sizga to'g'rilab qo'yadi. Aytganingizni qildimi u dedi. Qani natija dedi. Ya'ni qanaqa qilib shunaqa holatga kelib qolish mumkin? Wow. Rostdan. Yo'q. Mana shu savolni qarang. Menimcha boshqa sohalarda ham ko'karishni to'xtatadigan narsa qarangda. U o'quvchi bilan yashab ko'rish kerak. Iloji yo'q, lekin bilmoqchi bo'lsangiz research maqsadida kunini o'tkazishini qarasangiz, o'zi u boshqa narsada ham o'zini ko'p aldaydigan odam bo'ladi. Bu jonni filosofiyda ochib ketyapti-da. U adashmasam hali ertalab kech tursa ham, kecha ana shunaqa bo'ladi. Dars qilsa, endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Normalku. O'zini yupatib turadigan o'quvchi bu. O'zini jazolaydigan o'quvchi emas. Ertalab tura olmadim. Bugun uyqu yo'q. Bundan umid qilsa bo'ladi. Bo'ldi. Endi o'zini jazolab yuborish ham yomon. Endi men shunaqa qilaman. Ya'ni nimadir qila olmay qolsam, haqiqatdan yomon his qilaman o'zimni. Ya'ni hali maqtavermayman. Ya'ni bu GPT ga kiraman undan ko'ra. Maqtab beradi o'rnimga o'zimni. To'xtaman. Sen o'zi 7-9 kandidatsan, hozir yozganing 5 deb chiqaveradi. Ya'ni agar to'xtalamiz. No, aytmoqchi bo'lganim o'sha o'zini yupataveradi-da, ayniqsa o'g'il bolalarda. Oxiri haqiqat kelganda ezilib qoladi. Kundalik yupatmasligi kerak. Tik qarash kerak. Bilmaydimi? Bilmaslik kerak. Tan olish kerak, pastroq tushish kerak. Raz o'zi biladi, o'sha bir intermediatda tashab ketgan, borib kelgan qatlargadir o'zi biladi. Qaytib borib o'qib, shuni normalniy nima qilish kerak? Qaysidir ustoz bilan kelisha olmayotgan bo'lsa, borib o'shani hal qilib olish kerak. Clear the air deydi-ku. Sekin demak, o'zi boshqa narsada aldashni to'xtatsin, kundalik rejimida to'xtatsa, ingliz tilida ham aldashni to'xtatadi. Ha, men endi bunaqa edimi? Sekin oxirgi savol. Eng oxirgisi, pikka chiqadigan joyda, ya'ni are you ready for tough questions? Yes, biz faqat sizdan tough questions. Ha, yana qarang. O'quvchilar hozir qancha o'quvchi o'qitgan bo'lsam, hammasidan so'rasam, necha ball kerak desam, 9 deydi. Kimdan so'ragan bo'lsam, 9 olmoqchiman deydi. O'zi qanchalik kerak o'quvchiga 9 olish yoki yana ham osonroq qilamiz. Kimlar o'zi 9 olish kerak ayoldan? Ustozlarga foyda beradi. Ustozlar 9 olish kerak, meni fikrim. Olish kerak emas, olsa yaxshi. Chunki o'quvchilar ham yuqori darajalar olyapti, bemalol o'qitadi. O'zini ham o'sha metodikasini 100% ishlashini o'zi biladi. U metodika zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin o'zi biladi. Shuni sinagan shu o'xshaydi. Misol uchun o'sha o'zi konkret gapir. O'quvchiga qarab, bunday qilsang bo'ladi, maqsad mana bunaqa. Bu general o'quvchi, o'qituvchi.
Mana structure, mana shu bilan 9 olganman writingda, mana bu qismidan. San ham qil. Qarang. Bu Ikki xilda bu vaqtni tejayapti-da. Aha. Shuning uchun 9 teacherlar qarasangiz, o'qitayotgan o'sha o'quv markazlari, kurslarida tezroq bo'ladi o'quvchilar. U sinab bo'lgan uni. 7 umri ham ketgan shu bilan. O'sha imtihonlarda ham sinab bo'lgan. Demak, bu security. Ya'ni bitta metodni yaxshi eplanish. Mana darajam oshgan sari o'qitish metodikalari o'zgaryapti. Daraja bo'lmasa ham, misol uchun oxirgi ikkita imtihon 8,5 lekin imtihonga bo'lgan qarashlar o'zgaryapti. Har doim har xil metodikalar sinab ko'rasiz. 9 ta imtihonga kirib chiqqandan keyin 9 marta kirib chiqdim. Shu sekin qaraysiz nima bo'layotgani. Endi 9 marta degani oralari yaqin. O'zi nima bo'layotganiga e'tibor berasiz-da. Endi 15-20 ta kirganlar bor. Bu ko'p kirish bu qanaqadir ustunlik beradimi desa, beradi, menimcha, chunki u balida emas, balga emas. Bolani tayinlanishiga o'ziga ustunlik beradi. Chunki u kamyob keyslarni ko'ramiz. Misol uchun, men qishdagi 8,5 da apellyatsiya bor edi writingda. Birinchi marta hayotimda apellyatsiya degan narsani sinab ko'rdim. Demak, bu o'sha o'quvchilarga ham men bu tarafdan yordam beraman. To'lovdan muammolarga uchradim. IDP bilan kelisha olmay qoldim. Orada shu to'lovim o'tmay qoldi. British Council bilan muammoga uchradim. Hamma muammolar bu bo'lgandan keyin men o'zimni yana ham yaxshiroq ingliz tili ustoz emas, yaxshiroq IELTS instruktorday. Yaxshiroq emas, lekin tajribali nima qildim. Ya'ni imtihonda sistema o'chib qoldi. Readingda internet ishlamay qoldi. Speakingga 2 marta kirib chiqdim qaysidir imtihonimda. Kirdim, topshirdim. Shundan chiqdim. Qaysi tashkilotligini aytmayman. O'zi ikkita. Keyin de chiqsa, hali invigilator aytadi, uka internet ishlamay qolibdi, qatib qolibdi, yana bitta kirasizmi dedi. Davay dedim. Как раз o'xshamu. Kelsa boshqa to'pilar so'radi. Sky and Stars o'tib ketdi-yu. Keyin noto'g'ri tushunmaysiz. Ekzamen bilan tortishib ketdim orada bir marta. Koreyada bo'lgan, bu tashqarida. Ya'ni meni imtihonimni o'chirib yuborib, sen kech qolding degan, men koridorda o'tirdim. Men ko'rmagan. Menda ham ayb bo'lgan. Men u o'tirgan joyda emas, nargisda o'tirgan ekan. Ya'ni men olib oldim o'zimni, lekin qaytadan bu qarang, ko'chada u tortish, qarang, shunaqa speaking ham o'zi hech normalniy o'tmagan meniki. Doim qanaqadir bir bola bo'lgan o'rtada. Zoomda ko'rdim, offline'da ko'rdim. Demak, ko'p imtihonga kirish bu yordam beradi. Ko'p imtihonga kiravergandan keyin tabiiy 9 ga intiladi. O'qituvchilarda. O'quvchilarga kerakmi? Yo'q. O'quvchilarga kasb o'rganish kerak, boshqa narsani o'rganish kerak. O'qituvchi bo'lmasa davay. O'qituvchi bo'lish niyati bo'lsa, 9 bo'lsa o'qituvchi bo'lib qoldi degani emas u, lekin 9 emas u, lekin 8,5 ustoz degani emas. Bu oshirish kerak, chunki o'quvchilar ham oladi 8,5. To'g'ri. 9 olgan o'quvchilar, lekin o'zi haqiqatan o'zi til yo'nalishi yoki shunaqalar bo'ladi. Yosh bo'lsa, o'sha bor qarang, bemalol gapiryapmiz. Demak, o'quvchilarga o'zini maqsadiga yetadiganini olish kerak, kasbni egallash kerak, keyin bu hobbi sifatida oshirishi mumkin. Men ham xuddi shunaqa edim. 6,5 olganman, yetmagan, 7 olganman, yetgan to'xtatganman, universitetga ketganman, keyin bu kasbga aylayotganda yana e'tibor berishni boshlaganman va o'zim nima deydi, to'g'ri deb hisoblayman. Kasbga aylanganda men IELTSga kirishni boshlaganman yana. Ismoil aka, mana 9 marta IELTS topshirdingiz va qaysi birlarini British Council topshirdingiz, qaysi birlarini IDP da topshirdingiz. Va sizning fikringizcha qaysi biri yaxshiroq? Xo'p, menimcha bu sohada aniqroq fikr bera olaman. Disclaimer. Faqat education. Oyoqlatrim. Qarang. Hozir ozgina bias subyektiv fikrlar bo'ladi. O'quvchi 4 imtihon kirmaguncha farq sezmaydi. 4 imtihon kirmaguncha. 4 imtihon kiradigan o'quvchi bo'lmaydi. 4 imtihon kiradigan ustoz bo'ladi. Demak, o'quvchiga kerak qilish kerakmi? No. Ingliz tilini o'qish kerak. Bu hali Barsa Real deganday narsa emasda tushyapsizmi? Bu ati ikkita qilib qo'yilgan, balki bu sanalar uchundir, lokatsiya uchundir, komfortlar uchundir. Endi 4 tadan ko'p topshirganlarga, o'qituvchilarga, ustozlarga qaysi biri baland qo'yadi desa, hozir ikkita kategoriya bo'lsak, bu meni experience'im va umumiy statistika. Ikkovi lekin ikki xil. Qarang. Umumiy statistika bo'yicha 9 olganlar IDP'da ko'p. Tan olaylik. Va speaking 9lar especially ko'p. O'sha bu yog'i ingliz tiliga qiziqarli auditoriya ko'radi, shuning uchun ingliz tili terminlar bemalol ishlatyapman. Especially IDP'da 9 ko'p. Men ham speakingdan 9 da bir shonsdan kutmayapman. Sababi native bo'lmagan ekzamenerlar ko'p deb o'ylayman va 9 qo'yishda, misol uchun, balkim nativelar o'ta siz ko'rmaydigan darajadagi xatolar ko'ralar. Lekin
7, 6, 8 gacha chill qo'yib yuboraversa kerak. Men tilimni o'rganishim shuncha mehnat qilib, kriteriyaga ham lekin u fikrini o'zgartirib olmaydi. Hozir keladi bittasi kommentda, u kriteriyasi bor, u rekording qilinadi, ekzamlar nazoratda. Men tajribam 4 marta British Council IDP bilan topshirdim. 5 marta British Council bilan topshirdim. Har biri bunday topshirdim. Bitta IDP, bitta British Council, bitta IDP, bitta British Council. Keyingi imtixonim balkim IDP bilandir. Agar travmasini ko'taralsam. Yuqori overall natijalarda IDP bilan olganman. Yuqori speakinglarda British Council bilan olganman. Endi aytaman. Bu kanalni postdan qilganman bu haqida. Hozirgi situatsiyada British Council tanlasangiz, speakingda men bezapasniy deyman. IDP va British Council eng katta plusi, va hech qanaqa sponsorshipim yo'q ikkalasi bilan ham. Eng katta plusi face to face da tanlay olasiz va face to face bo'lsa, menimcha bu yaxshiroq va native examiner bo'lish shansi katta va native balandroq qo'yadi. Buni yaqinda o'sha Buxorolik ustoz bor. Qarang, ustozlar qayerdanligini bilamiz, buni bilmasangiz. Nayn olgan ustoz bor edi-da, shu aytuvdi, rosa debate bo'ldi. Speaking B2 C1 darajaga British Council yaxshiroq. B2 C1. British Council yaxshiroq. C2 ga emas. Faqat speaking. Lekin writingga sal qattiqroq qo'yadi deb o'ylayman. British Council. Chunki men writingda oxirgi natijam 8 edi. Misol topshirgan imtihonlarim ko'pida 7 bo'lgan. 6.5 olmaganman deyarli. Faqat British Council bilan orada bir marta bo'lgan, unda ham 1-2 marta. Unda ham o'sha apellyatsiya bilan to'g'rilab yuborgan-u, lekin u 6.5 qo'yilgan. 9, 9, 6.5, 8 edi imtihon o'tgan qishda. Oxirgisida 9.8 ham 8.8 edi. Ya'ni sectionlarga qarasangiz ham IDP British Council mana bunaqa qiladi, qarang. Bilsangiz kerak, 30 ta degani 7 degani emas imtihonda. To'g'ri. Imtihon qiyin osonligiga qarab, endi sakratadi natijani. Va bu fair deb o'ylayman. Demak, o'sha narsani IDP ko'proq qiladi. IDP overallda qarasangiz, ilingan natijalar ko'proq chiqadi. Masalan, men 8 olganman IDP dan. Ilingan 8 da haligi. Deyarli 7.5. British Council bilan doim ilinib yetmay qolgan natijalar chiqadi menda. Tushunyapsizmi? 8 chiqqan, u hali 8 da oxirida. Fudasi 9 bo'lib qoladigan natijalar. Demak, speakingga British Council maslahat beraman. Bo'ldi. Period. Writingga menimcha farqi yo'q. Men lekin writingda balandroq British Council bilan olganman. Pastroqni ham British Council bilan olganman. Demak, IDPda men balki o'zi yaxshi ham yozmaganman, to'g'risi tan olay. Reading listening zero difference ko'rganman. Comfortga kelaylik. British Council haqiqatda professionalroq staff. Ishchilar o'zini professionalroq tutadi. Va ozgina bo'lsa ham inglizcha muhitni ko'rasiz. IDP ozgina o'zbekcharoq muhitda, sharoitlari yaxshi, stollari yaxshi, lekin men misol uchun noyabrda kirgan imtihonda real klaviatura kiradi. Haqiqatan sochlar yotdi, balki imtihon ko'pligigadir. Tozalab bering deganman, cho'tka qilib bergan ekan. Haq-huquq. Taqsir, men $200 tushunyapsizmi? Talab qilish bor-da, kimdir shuni talab qila olmaydi. Tozalab bering deganman. Nima u? Ya'ni u qo'ymaslik kerak, shart. Xususiy organizatsiya. O'zbekistonniki ham emas. Shart talab qilish kerak. Yomon ko'rib qolishsa ham kerak. Ya'ni, demak, sharoitlarga kelsa, to'g'risi kompyuter jihatdan IDPda komfortliroq ko'rganman. Mana bloklar ikkalasi ham даже mock centerlarga удобный undan. Sharoit jihatdan ikkalasi ham hani zo'r emas, to'g'risi. Haqiqatdan stollari ham mana o'tgan safar kirdim. Ana American University'da bo'lyapti, British Council'da. Men aytishim kerak, to'g'risi stoli yo slishkim baland, yo slishkim past. Men qo'lim mamla turibdi. Men to'g'rilab berdim, bitta stol topib bering aka dedim. Bo'lmadi. Listening o'tib ketdi, pashol endi. Tushunyapsizmi? Listening o'tib ketdi, pashol qilib qo'yarsiz. Kerak emas endi. Listening o'tib ketdi, nima keragi bor? Eplab yozdim haligini. Irrigatsiyada bo'layotganda, menimcha bularni davlat universitetlaridan chiqarib yubordi. Gaming chair edi. Ko'tarib tush. Bu qanchalik muhim? 4 ta kirmagan o'quvchiga muhim emas. Endi 9 ta kirayotganingizdan keyin hamma yoq solishtirib bo'lib, oxiri hali tirnoq ichidan kirqidirasiz. To'g'ri. Shuning uchun ustozlar uchun farqi bor. Ustozlar uchun farqi bordir. Men misol uchun British Council staff bilan yaxshi chiqishaman, boshqa qilaman, lekin professional maqsadlarda IDPga ham kiraman, unga ham kiraman. Qaysi biri 9 qo'ysa o'shini maqtayman. Ya'ni bu yerda aytmoqchi bo'lgan xabarim, kim o'zi qaysidan baland bo'lsa o'shini maqtaydi.
Demak, siz birinchi konsollardan topgan ekansiz. Ya. Bu yerda yaxshi xabar. Qaysi biridan ma'lum topsam shuni vaqtlayman. Ya'ni bu Lekin human asosan- nature bu. O'zimni haligi har xil obloshga yetqizsam ham human nature. To'g'ri, buni baribir tan olib qo'yish kerak. Ismoil aka, rahmat shunchalik vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun. Zo'r mavzularga kirib Xo'sh, chiqdingiz. manfaatli podkast bo'ldi. Vahshiy. Xudo xohlasa. Yana bir rahmat. Xudo xohlasa keyingi Sizga ham hafta ham siz bilan ko'rishishni kutib qolamiz. Mehmon olib kelamiz. Xudo xohlasa keyin sal mehmonxonaga kelamiz. Mayli,